kelajak 10 yildan keyin bizda ham o'rtacha shifokorlar ishlolmaydigan sharoit bo'ladi. Nima uchun? Men sizga tushuntirib beraman. Poliklinikaga borsangiz, shifokordan o'tganingizdan keyin sizning ma'lumotingiz shifoxonaga ham, aptekaga ham borib tushadi. Aptekaga borib menga analgen ber desangiz, shunda ochadi, sizga vrach bu retseptni yozmabdi deydi. A vrach uni raqamlashtirishni bilish uchun buni o'qish kerak. Sun'iy intellekt shifokorni joyini egallab qo'yishi mumkinmi? 90% faoliyatini oladi. Egallaydi. Oldin bizda renginol doktor bo'lardi. Hozir yo'q renginol. Hozir skoriga telefon qilsak, keyin qaytarib sizga telefon qilasiz, skori bordimi, nima bo'ldi, qanaqa ko'nglingiz to'ldimi, bularni hammasini sun'iy intellekt qilyapti deb eshitdimda. Bu shunaqa. Hozir skori pomoshlarda shunaqa narsa bor, GPS navigator qo'yilgan. Siz faqat u yerda kol markazi eshitadi. Chunki предварительный diagnoz qo'yish uchun doktor borguncha yordamini aytadi telefonda. Davlengizni o'lchab turing yoki mana bunaqa dorini tilingizdagi tashab turing, davlengiz chiqqan bo'lsa, sizda 10 minutda doktor boradi deydi. Skoriga bergandan keyin ekranda qarab turadi GPS navigatorda qanchada borish kerak ekan. Agar u kech qoladigan bo'lsa, mana bunaqa dorilarni qilib turing, kech qolyapti skori deydi-da. Mana shunaqa zamon. Bularning 90% ishlarini sun'iy intellekt qiladi-da. Bir 5 yildan keyin shifokorlarga umuman ish qolmay ketadi. O'qimanglar stomatologiyaga. Shuncha stomatolog bitirib chiqsa-yu, shuncha stomatologga ish qayerda degan savol bo'lib qoldi-da. Endi buni stomatolog gapiryapti. Rostdan shunaqami ekan? O'zi umuman 10 ming aholiga 4 ta stomatolog to'g'ri kelish kerak. Rivojlangan davlatlarda 6 ta stomatolog bo'lish kerak. Bugun bizda 10 ming aholiga 2 ta stomatolog to'g'ri keladi. Birinchidan bizni ehtiyojimizni qoplash uchun hali yana 2 barobar ko'p stomatolog tayyorlashimiz kerak. Ikkinchidan, qancha ko'p bo'lsa, shuncha konkurensiya bo'ladi. Bitta misol aytaman, 8 yil, 10 yil oldin O'zbekistonga bitta firma tish qo'yadigan implant olib kelardi. Tish qo'yadigan implantlar $800 edi. Hozir 100 ga yaqin firma olib kiradi. Tish implantlari 10 barobar narx tushib ketdi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, bo'lajak zo'r doktor bo'lish uchun u qo'lam yuvish kerak, bemorning axlatini ham tozalash kerak. Xuddi shunaqa. Hamma narsani qilish kerak. Men rahmatli ustozim bordi, o'tib ketgan. Operatsiyaga kirardik, operatsiya kirganda kessa yiring chiqardi-ku. Sen mana shu yeringni hidlab ko'r, qo'ling bilan ushlab ko'r, kerak bo'lsa yalab ko'r dedi. Bilishing kerak deb aytardi rahmatli-da. Polyush nima unvoni oldi? Hozir polyushni muhokama qilishga o'tib ketishdi, lekin nasamam deyli. Unaqa emas. Nasamam deyli, talaba uni hammasini bilish kerak va qilish kerak. Ertaga qanday doktor bo'ladi? Ertaga bitta sanitarka olib kelsa-da, bitta ko'sak tuzga o'xshagan xlor beradi. O'shani foizini eritib yuvish kerak. Doktor mana shuni qanchasini eritsa, yarmini eritsa odamlarning ko'zini qo'rqib qo'yadi. Yoki bo'lmasa uni kam qilsa, infeksiya o'lmaydi, bu infeksiya yo'qadigan xonaga aylanadi. Uni bilish kerakmi doktor? Bilish uchun uni o'zi qilib ko'rish kerakmi? Meditsina hamma narsani bilishni talab qiladigan fan. Bugun bizda Toshkent davlat tibbiyot universiteti, oldingi Toshkent tibbiyot akademiyasi bo'lgan, hozirda esa Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori, barcha tibbiyot xodimlari, tibbiyot universiteti talabalari uchun birdek ustoz bo'lgan, aziz bo'lgan Shuhrat Abdujalidovich studiyamizda mehmon. Shuhrat aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Biz bilan albatta menga hamrohlik qiluvchi Profi universitet talabasi, stomatologiya fakulteti talabasi Sevinch. Hozirgi kunda aynan zamonaviy dunyoyimizda birinchi o'rinda biza yaxshi kadr bo'lib yetishib chiqishimiz uchun, kadrlar bozorida o'zimizni yaxshi maksimal darajada ishimizni ko'rsata olishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak, nimalarga tayyor turishimiz kerak kelajakda, oldimizda nima to'siqlar yoki yaxshi yo'llar. Yaxshi shifokor bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolni to'g'ri savol. Hozir qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Mana yaxshi shifokor bo'lish uchun eng asosiysi siz shifokor bo'lishni xohlashingiz kerak. Sizda maqsad bo'lish kerak. Sizga men savol beraman. Mana bir xil universitet bitirgan domlalar bo'ladi. Bittasi professor bo'ladi, juda ham mavqega erishadi. Ikkinchisi shu darajada qolib ketadi. Uni sababi nima degan savol. Shu savolga men o'zim javob beraman. Uni sababi u ko'p yutuqlarga erishganning har doim maqsadi bor-da u. Shuning uchun erishadi. Anonisi maqsadi yo'q, shuning uchun qolib ketadi. Hayotda birinchi o'rinda talaba bo'ladimi, inson bo'ladi, maqsad qo'yishga bilish kerak. Ikkinchisi shu maqsadga intilish uchun o'zingizni qurollantirishingiz kerak. Yaxshi shifokor bo'laman. Misol uchun men bugun shunaqa zo'r shifokor bo'laman. Misol uchun stomatolog bo'lsangiz, bugun shunaqa stomatologiya innovatsion usullar chiqib ketdi. Men shunaqa stomatolog bo'laman. Shu stomatolog bo'lishim uchun nima qilishim kerak degan savol qo'ysangiz, kamida 2 ta xorijiy til bilishingiz kerak. Bu ingliz tili, rus tili. Kamida. Nimaga? Chunki bugun zamonaviy zo'r shifokor bo'lish uchun asosiy ma'lumotlarni oladigan manbalardan to'g'ri olishingiz kerak.
ingliz tilidan rus tiliga, rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilguncha, siz iste'mol qilguncha 5 yil o'tadi bu ma'lumotga. Maqsad bo'lish kerak, til bilish kerak va eng asosiysi mehnatkash bo'lishingiz kerakda. Erinsangiz, shuni o'qimayman yoki boshqa Ertaga o'qiyman. O'rtacha vrach bo'lib qolasiz. Va har kuni o'qish kerak. Bo'lmasa hamma qatori o'rtacha doktor bo'lib yuraveradi. Lekin kelajak 10 yildan keyin bizda ham o'rtacha shifokorlar ishlay olmaydigan sharoit bo'ladi. Nima uchun? Men sizga tushuntirib beraman. Bugun birlamchi tizim hamma yoq raqamlashtirdi. Bugun poliklinikaga borsangiz, siz raqamli ro'yxatdan o'tib borasiz, shifokordan o'tganingizdan keyin sizni ma'lumotingiz shifoxonaga ham, aptekaga ham borib tushadi. Aptekaga borib, menga analgin ber desangiz, shunda ochadi, sizga vrach bu retseptni yozmabdi deydi. Ola olmaysiz prosta. A vrach uni raqamlashtirishni bilish uchun buni o'qish kerak. Sun'iy intellekt haqida, sun'iy intellekt juda ham hozir ura bo'lib ketib qoldi, lekin sun'iy intellekt shifokorga yordamchi bo'ladi. Misol uchun bitta narsa aytaman. Mana o'rta kariesga diagnoz qo'ymoqchisiz. O'rta kariesni 4 ta kasallik bilan solishtirasiz. Solishtirishingiz kerak. Siz oldingizga kasal kelganda ko'rib diagnoz qo'yayotganda o'shani ikkitasi esingizga keladi. Ikkita esingizga kelmasligi mumkin. Sun'iy intellekt 4 tasini eslatadi sizga. Bu yordamchi bo'ladi, tayyor, dastyor bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa lekin ustoz, masalan, uzr gapingizni bo'ldim, shu yerda sun'iy intellekt shifokorni joyini egallab qo'yishi mumkinmi? Shifokorni qaysidir ba'zi shifokorlarni 90% faoliyatini oladi, joyini egallay olmaydi baribir. Aha. 90% faoliyatini oladi, egallaydi. Yengillashtiradi. Nima deganingiz bu? Misol uchun mana oldin bizda renginolog doktor bo'lardi. Hozir yo'q renginolog. Ha. MCKTda o'tirib boshqa qilayotgan doktorlar bor. O'tirib MCKTga tushasiz, o'tirib yozasiz, boshqa qilasiz. Hozir shuni yozuvlarini ham analiz qilib chiqarib beradi sizga, diagnozlarni qo'yib beradi. Siz faqat ko'rib shu diagnoz to'g'ri noto'g'riligiga qaraysiz, bo'ldi. Hatto ma'lum bir vaqtdan keyin to'g'ri noto'g'riligiga ham qarab o'tirishingiz kerak bo'lmay qoladi. Yo'q, uni baribir qaraysiz, chunki shifokor mas'uliyatni shifokor bo'yniga oladi, shifokor diagnoz qo'yadi. Diagnoz qo'ygungacha bo'lgan hamma etapdagi ishlar sun'iy intellekt o'tib ketib qoladi. Laborant kerak bo'lmaydi, u kerak bo'lmaydi, hatto MCKTda chiqaradigan plyonkalar ham kerak bo'lmaydi. Prosta tushirasiz, sun'iy intellekt tak jo'natadi telefoningizga. Bunday qaraysiz, bunda bunaqa kasallik ekan, tak, sun'iy intellekt mana bunaqa diagnoz beryapti, mana bilan solishtiryapti, tak, bunaqa deysizda, yo bunday bo'lish kerak, mana bunaqa deb berdik siz chiqarib berasiz. U hammasini tayyorlab beradi. Hozir любой servis sentrga kechqurun soat 6 dan keyin telefon qiling, sizga sun'iy intellekt javob beradi. Любой ekan. Hozir hatto bizda ham shunaqa bo'lyapti-ku, o'z-o'zidan boya gapirganimizda skoriy pomishlarni raqamlashtirdik. Hozir skoriga telefon qilsak, keyin qaytarib sizga telefon qilasiz, skoriy bordimi, nima bo'ldi, qanaqa ko'nglingiz to'ldimi, bularni hammasini sun'iy intellekt qilyapti deb eshitdim-da. Bu shunaqa sun'iy intellektda bor, xuddi shunaqa narsa, sun'iy intellekt va hokazo. Hozir skoriy pomishlarda shunaqa narsa bor, GPS navigator qo'yilgan. Sizga kelib zvonok tushdi, siz faqat u yerda kol markazi eshitadi. Nima bo'ldi? Boshingiz og'ridimi, quloqingiz og'ridimi, давление chiqdimi? Chunki предварительный diagnoz qo'yish uchun doktor borguncha yordamni aytadi telefonda. Davlengizni o'lchab turing yoki mana bunaqa dorini tilingizdagi tashab turing, davlengiz chiqqan bo'lsa, sizda 10 minutda doktor boradi deydi, skoriga bergandan keyin u ekranda qarab turadi GPS navigatorda qanchada borish kerakligini. Agar u kech qoladigan bo'lsa, mana bunaqa dorilarni qilib turing, kech qolyapti skori deydi-da. Mana shunaqa zamon. Bularni 90% ishlarini sun'iy intellekt qiladi-da. Ustoz, yana bitta shu joyda anaqa qilib ketay. Mana bilamiz, biza oldin men o'zim abituriyentlar maktabi bo'lgan, bizda Profi Education. O'sha Profi Educationda abituriyentlarni tibbiyot yo'nalishiga tayyorlaganmiz-da. O'zingiz ham bilasiz. Masalan, sizni davringizda ham o'qishga kirish juda bir qiyin jarayon bo'lgan. Har kim ham bo'lib ham masalan Toshmiga kirish, o'sha paytda masalan biz Toshkent tibbiyot akademiyasiga abituriyent tayyorlar edik. Masalan 0.2 ball yetmay qolgan taqdirda ham o'zim juda ham ko'plab bolalarni ko'rganman-da, 1 ball yetmay qolgan, yiqilgan va ketganda bu odam qaytib topshira olmagan. Shu bolalar ham masalan qanchadir yaxshi ball olgan, lekin qanchadir ketgan. Hozir Rossiyalarda ham ishlab yuribdi, boshqa qilib yuribdi-da. Meni savolim shundaki, men boshida masalan o'ylagan edim, bu o'zim qarshi edim bunaqa narsalarga-da. Deylik masalan 1 ball yetmadi-da, bola yo'q bo'lib ketdi. Lekin hozir
nisbatan osonlashdi demoqchiman-da. Nisbatan boyagi siz aytganda yengil davr keldimi? Deylik qanchadir ball yetmasa ham, baribir davlat belgilagan super kontrakt bor. O'shanga kirasan va o'qiy olasan degan tushuncha bor-da. Mana shu narsa o'zi qanchalik to'g'ri sizni nazaringizda? Balki buni qandaydir bir o'zgarishlar qilish kerakdir. Aynan tibbiyot yo'nalishida super kontraktni bo'lishi o'zi qanchalik? Chunki biz tibbiyot yo'nalishi endi masalan deylik marketing yo'nalishi bilan tibbiyot yo'nalishining farqi bor-da. Siz marketingni o'qib siz hech kimni o'ldirib qo'ya olmaysiz-da. Lekin tibbiyotni bu yoqda juda katta inson taqdiri turibdi-da. Shunga nima deysiz o'zingiz? To'g'ri. Bu savol keng ma'nodagi, miqyordagi savolda. Hozirgi kundagi talabalarga o'qishga kirishga yengil bo'ldi. Ular yengil kiryapti-da va yengil o'qiyapti degan narsaga men unaqa qaramayman. Uncha qo'shilmaysiz. Yo'q. Ya'ni hali ham qiyinchilik bor. Juda ham katta qiyinchilik bor. Bitta misol aytib beraman sizga. Bu yil mana Toshkent davlat tibbiyot universitetiga 187 ball olganlar super kontrakt to'ladi. 186 ball olganlar super kontrakt to'ladi. O'zi eng yuqori ball 189. Tasavvur qiling. U 185 olish uchun qancha o'qigan? O'sha ham yetmay qoldi. Shuning uchun bugun mana men ko'p yillar shu talabalar bilan ishlaganim uchun analiz qilaman. O'zim analiz qilib aylantirib yurishni yaxshi ko'raman. 20% talabaga hech narsa kerak emas, o'zi o'qiydi u. Tilni ham biladi, kitobni ham topadi, tarjima ham qiladi, o'qiydi. U o'zi samomotivirованный, maqsadlari yuqori bor bolalar. Har qanday universitet jamoasida bor bu narsa. Buni aniq bo'lmaydi. 20% bola o'qiydi. Unga sal turtki berish kerak bo'ldi. Bir 20% bola bor, umuman o'qimaydi. O'zi ham o'qimaydi, aytganingizni ham qilmaydi. Bular eng pedagoglarni qiynaydigan toifa. O'qimaydi, aytganingizni qilmaydi va yozadi, boshqa qiladi, qiynaydigan ham o'sha toifa bo'ladi. O'zi o'qimaydi, lekin boshqalarga o'rtada bir 60% kontingent bor talaba. U belgilangan narsani qiladi. Mana shu 80% yaxshi o'qiydi. Ya'ni 60% domla aytganini qiladi, o'qiydi, yaxshi 4-ni olib yuraveradi. 5chilar super harakat qilib yuraveradi. Ana 2chilari qiynaydi. Shuning uchun bugun bu har qanday universitetlarda bor bu. Chasnida ham bor, davlatnikida ham bor, boshqada ham va hokazo va hokazo. Biz qachonki samomotivatsiyaga o'tkazsak, sekin-sekin odamlar tushunib nima qiladi. Lekin bugun kirishga yengillik bor. Sababi o'sha siz aytgan 0,1-0,2 ball yetmagan talabalarda ham 5 tadan bittasini tanlash imkoniyat borda. Bugun ham bu yoshlarga katta imkoniyat berildi. Bu mexanizmlar ham joriy qilingan. Lekin butun dunyoda, men sizga aytaman, mana hozir siz qo'shimcha qabul super kontraktlar haqida gapirdingiz. Butun dunyoda tibbiyot universitetlariga darvoza ochiqda. Bir ball olsa ham keladi, faqat chiqadigan darvoza juda tor. Chiqolmaydi. Mingtasi kiradi, 300 tasi diplom oladi, 700 tasi yiqilib ketadi degandek. Mana shunga o'xshagan mexanizm. Mayli, imkoniyat keng qilib yuboraylik, kirsin, o'qisin, lekin o'tish bosqich imtihonlarini juda qattiq bo'lishi kerak. O'shanda haqiqiy saralanish kerak. Mana shunaqa. Uni boshda darvozani to'siq qilib qo'ysak, talantli bola ham darvozaga urilib kira olmay qolib ketishi mumkin. Darvozani ochib qo'yaylik, hammasi kelsin, talantligi saralanadi haqiqatan. Bu yangi mexanizm bu ham mana butun dunyoda bor. O'sha kurikulum 6 yillik davomida 3 ta bosqichda imtihon bo'ladi. Ikkinchi kursdan keyin bitta imtihon bo'ladi. Taqqa to'kiladi 20%. 5-kursdan keyin bitta imtihon bo'ladi bitirayotganda. Mana shu 3 ta imtihonda teng yarim to'kilib ketadi. Bu normalniy konkurentniy holat. Butun dunyoda normal holat shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerak. Unga kelamiz. Ozgina qoldik. Tushunarli. Ya'ni demak, bo'lajak studentlar tayyorlanib turinglar. Bu darajaga kelamiz. Ya'ni tibbiyotga kirdim degani, bu bitirdim degani emas. Xuddi shunday. Bitta misol aytaman. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bizning simulyatsiya markazimizda o'tgan yili bitiruvchilarimiz o'zi topshirdi. Biz imtihon oluvchilarni tashqaridan umuman o'qitmagan boshqa institutlardan chaqirdik. 11 tasi diplom ola olmadi. 6 yil o'qidi, 11 kishi diplom ola olmay ketdi. Bu 11 ta hozir bor yo'q. Bu yana ko'payadi. Yana ham qattiqroq qilsak, yana ham ko'payadi. Biz yiqitish niyatimiz yo'q. Maqsadimiz bola bugun bilib chiqib ketsin. Bilsin.
borib biladigan joy, ishlaydigan joyida bilsin. Lekin haligi 11 ta bola keyingi yil kelib 3 yil davomida bir marta topshirish imkoniyati bor. 3 yil davomida, xohlasa bu yil, xohlasa keyingi yil. 3 yil davomida keladi, ariza yozadi, qayta bir topshiradi. marta topshiradi. Bo'lmasa A- keyin yo'q. O'shanda ham yiqilsa nima bo'ladi? O'talmasa tibbiyot universitetining 6 yillik programmasini tugatdi degan spravka beriladi. Ha, lekin diplom olmadi. Diplom olmaydi. Diplom mutaxassislikka beriladi, unga ma'lumotnoma beriladi. Haqiqatan o'qidi, 6 yil o'qidi, kerak bo'lsa o'qigan fanlarini baholarini ham yozib beramiz. U spravka o'zi uchun qanaqadir biror joyda Nevaralariga ishga ko'rsatish uchun yoki bo'lmasa yana o'qishni davom ettirish uchun birorta universitetga kirsa, men fanlarni o'tganman deb tan olishga shunaqa narsalar uchun. Bizda universitetimiz tarixida bo'lgan, ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Demak, qarang, talaba yiqiladi, 3 yil davomida bir marta topshira oladi. Bir marta ham topshira olmasa, ya'ni o'zi bir marta imkoniyat beriladi. Xohlasa 3-yil topshirsin, xohlasa 2-yil topshirsin, xohlasa 1-yil lekin tayyorlanib kelib topshiradi. O'tolmadi, spravka bor, lekin mutaxassislik yo'q. Ishlay olmaydi. Tushunarli. Lekin talabada yana bitta narsa huquq bor. U o'tolmadi, keyingi yil kelib gosekzamen topshirish kerak. Agar u men keyingi yil kelib gosekzamen topshirishga alohida tayyorlanmayman, men yana 6-kurs qaytadan o'qiyman desa, yana imkoniyat bor. Yana bir boshqa tilda o'qiydi, topshiradi. Ustozga bitta savol, hozir maqsaddan uzoqqa ketmaylik. Siz qanaqa maqsad qo'yasiz? Masalan, siz endi professor, akademik darajasiga yetgan olim odamsizda. Mana bizani juda ham ko'plab siz nafaqat masalan bu sohada, balki siz jarroh hamsiz. Bir paytni o'zida ham jarrohlik qilasiz, yuz jarrohsiz va bu hammasiga ulgurish ham kerak-da. Bu shuncha narsani ichida ulgurish ham kerak. Siz hozir qanaqa motivatsiya formulangiz bor? Mana men bunaqa 1 2 3 qilaman, o'zimga maqsad qo'yaman deb. Shuni yoshlar uchun ham. Menda to'g'ri. Men to'g'risini aytaman, men oldimga ko'p maqsadlar qo'yganman. Men o'ylayman, hozir maqsadlarim 50% ni erishdim deb o'ylayman. Ha, Hali 50% oldimda turibdi. oldin turibdi. Men endi rektor bo'lib faoliyat boshlaganimda, ishlay boshlaganimda meni ustimdan yozishdi. Bu qachon operatsiya qiladi, qachon rektorlik qiladi va hokazo deb. Ha. Odam o'ziga kerak bo'lsa qiladi. Misol uchun men operatsiyamni ertalab tong payti soat 6:30 dan kelib qilaman. Soat 8:30 gacha operatsiyamni qilaman-da ketaman. Men mana shu o'zimda qilayotgan operatsiyamdan motivatsiya olamanki, shu bir qiynalgan bemorga yordam berdim. Zavqlanib kun davomida kayfiyatim baland yuradi. Shu odam doim miyamda aylanadi, boshqa qiladi. Universitetda bevosita talabalar bilan gaplashib, pedagoglar har bitta muammoni hal qilganimda zavq olaman. Xohish bo'lgani uchun. Misol uchun, men rektorman deb 9 da ishga kelsam meni hech kim urishmaydi. Yoki 8 da kelsam urishmaydi. O'zi ish 9 da boshlanadi. 9 gacha men o'zimni xohishim, xohlasam uxlayman, xohlasam operatsiya qilaman. Ha. Va hokazo. Shu maqsadlarni qo'yish formulasini. Menda o'zi shunaqa bo'ladi. Bitta maqsad qo'yaman, 5 yilga qo'yaman. O'sha uchun qattiq harakat qilaman. Oldinroq erishsam yaxshi, 5 yilda erishsam yaxshi, lekin o'sha oldinroq hozirgacha 5 yilda qo'ygan maqsadim 4 yil, 4,5 yil, ba'zilarini 3 yilda ham erishgan vaqtim bo'lgan. Keyingi maqsad qo'yaman, yana 5 yilga, 4 yilga shunaqa ketaveraman. Siz uni yozib qo'yasizmi biror joyga? Qanaqa bo'ladi? Men yozib qo'yaman. Shu maqsad fikrim kelgan payt o'tirib yozib qo'yaman-da, shunaqa narsa qilish kerak deymanda, bu qilish uchun nima qilish kerak degan savol yozaman-da, men 1 2 3 4 qilib yozaman. Buni qilish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak. O'sha qilish kerak bo'lgan narsani ham yozaman ichini keyin. Buning uchun nima qilish kerak? Mana bunaqa qilish kerak, buni olish kerak, faloncha. Bunga nimalar kerak, mana bunaqa deb примерно bir kunda bo'lmaydi u. Ha. Bir bo'sh bo'lganda haftada bir marta boshqa paytda bir qaraymanda yozib qo'yamanda, keyin shunday shakl paydo bo'lgandan keyin men aytaman, xo'p, qaysi birlarini darajaga bo'laman. Birinchi darajada nima ish qilishim kerak, ikkinchi, uchinchi, qiyinchilik yoki yengillik yoki bor darajasiga qarab saralaymanda, keyin vazifalarni bo'lib nima qilaman. Shunaqa tarzda ishlayman. Endi menda oldindan shunaqa shakllanib kelgan edi, hozir ham hali ham davom etmoqda. Ya'ni katta maqsad qo'yasiz, keyin uni qilish bo'lib darajalariga tashlayman, mayda vazifalarga bo'lib tashlab, har bitta vazifani keyin vazifalarga keyin sroklar ham qo'yib chiqaman o'zimcha. Ha, yillik, oylik. Sroklar qo'yib chiqamanda, shuni qilishim kerak, shuni qilishim kerak deb, keyin
o'zimga hisobot beraman. Men shuni qilmadim, men buni qila olmadim, men buni qila olmagan nima uchun deydi. Keyin menda o'zimga nisbatan kritika paydo bo'ladi. Shuni ham qila olmading deydi-da, keyin uxlamasdan bo'lsa ham o'shani qilaman. Hani bir agressiv jahl bilan qiladi-yu. Menda juda qattiq samokritika paydo bo'ladi. Shunchalik tubanlikka tushib qolding, shuni qila olmading deb. Ha, tushunaman. Demak, odam o'zini o'zi kritika qilib turish kerak. Kritika qilmasa bo'lmaydi. Mana ustoz, keling masalan misol olaylik. Siz bir tilni o'rganishni boshlamoqchisiz. Biz juda ham ko'p studentlarda, yoshlarimizda shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana birinchidan til o'rganishni boshlayman deydi. Ya'ni yangi yil, mana yaqinda yangi yil bizada. Ertada mana 1-yanvardan til o'rganishni boshlayman deydi, lekin 2 hafta o'tgandan keyin odatda shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni uzog'i 1 oyga boradi yoki deylik masalan zalga chiqishni boshlayman deydi, ya'ni sport bilan shug'ullanishni boshlayman deydi va 2 oydan nariyog'iga o'tmaydi. Siz masalan yozdingiz. Buni birinchi 5 yilga survazasiz. Birinchi navbatda 5 yillikmi sizda programma? Ha. Til masalasi juda zo'r. Bitta misolim. Institut bitirdim, ishlab yuribman. Shu PhD dissertatsiya himoya qildim. Men o'ylardim PhD dissertatsiya himoya qilsam bir katta bir lozimga ega odam bo'lsam, boshqa odam bo'laman deb tasavvur qilardim-da. Miyamda men PhD ga erishamanda taqitib transformatsiya bo'lib qolaman deb o'ylar ekanman-da o'zimcha. Ha. Meni o'zlari olib ketishadi. Ha, shunaqa deb o'zimcha o'ylaganman-da. PhD himoya qildim, diplom oldim, hech narsa o'zgarmadi. Ha. Dedim, hech narsa o'zgarmadi-ku dedim-da. Keyin yomon alam qildi. Nima uchun o'zgarmadi deb savol berdim o'zimga. Shunda keyin mana shunaqa operatsiyalarni men qila olmayman-ku. Buni kim qiladi deb poiskka qilsam, Yevropada faloncha qiladi falan. Mana shuni oldiga borishim kerak deb. Yomon o'zimga o'zim nima qildimda, buni oldiga borishim uchun nima qildim? Til o'rganishim kerak dedimda. Bong degan kitob bor. Ha. Bong, Kote, Lukanin. Mana shu ikkita tomni mustaqil qilib chiqqanman o'zim. U yerda zadacha bor. Mana so'zlar yoziladi, harflar birinchi, keyin so'zlar keladi, kichkina so'zlar, keyin o'sha joyga 10 ta slovar beriladi. Daftar tutganman. Shu slovarni yozaman, slovarni yodlayman, keyin словосочетание qo'shib birinchi tom tugatganda men qo'shib chala pulcha gapirishga o'rgandim. O'zimcha. Произношение ham bilmayman. Boshqa qilaman. Ikkinchi tomda o'tib сложный слогlar, сочинение boshlangandan keyin qiynaldimda til kursiga borishim kerak deb so'rasam, til kursi bor ekan, bu Oybek metrosida. O'zim yangi tashimda ishlayman. Kechqurun 8 likka yozildim. Chunki kun bo'yi ishlayman. Kechqurun 7 likka, 7 dan 9 gacha dars bo'ladi. 7 dan har kunlik intensiv kursga yozildim. Har kuni chiqaman, soat 5:30 da chiqaman, avtobusga o'tiraman, ikkita avtobus almashib, metro almashib, Oybek metroga boraman, soat 7 da darsga kiraman. Hamma yosh talabalar domlalardan bittaman. O'tiraman. O'shalar qatori uyga vazifani qilaman, boshqa qilaman. Ulardan yaxshi javob berishim kerak deyman. Xullas 3 oylik kursni bitirdim. 3 oylik kursni bitirdim. Varvara Nikolayen degan ustozimiz bor edi. Boshda aytdi, qiynalmaysiz, yo'q, qiynalmayman dedi. Keyin 3 oylik kursni bitirgandan keyin unda o'zimga nima ko'rdimda, o'zim qoniqmadim. Yana men aytdim, Varvara Nikolayen 3 oylik xuddi shuni boshqatdan o'taman dedim. Ya bu yosh, именно shu kursni boshqatdan o'taman deb, yana shu kursni yana boshqatdan o'tdim o'zim. Endi bo'yli men gapiradigan bo'ldimmi? Mana shu Berunda internet kafe bo'lardi. U paytda internetlar yo'q, bitta joyda shu kompyuterlar bo'lardi. Hamma kompyuter o'ynardi. Keldimda, internet kafega kirdimda, o'sha bolam bittani chaqirib keldimda, elektron pochta qanaqa ochiladi dedim. U tushuntirib berdi, mana bunaqa ochasiz. Elektron pochta ochdim. Elektron pochtadan qanaqa, nima kerak bu elektron pochta desam, pochta xat yozasiz. Kim yozadi menga desam, siz birinchi topasiz. Xullas, har kuni darsdan keyin 2 soat kelib, hamma o'yin o'ynaydi bolalar, anu ta o'yinlar o'ynaydi. Men o'tirib shu o'rganaman. Elektron pochta yo'q. Keyin shuna qilib bir haftalardan keyin o'sha men xohlagan o'sha professorlarni topdim. Paloncha keyin 5 ta professorga xat yozdim. Men shunaqa vrachman, sani mana shu operatsiyanga o'rganmoqchiman. Lekin men finansiy holatim yaxshi emas. Menga universitetdan grant berdi. Yozaverdim. Elektron pochtani yozib tashladim, ishlarni qilib bo'ldimda, 3 kundan keyin bir ochib qarayman. Keyin bir ishlarim bo'lib kelmay ketib, 1 oydan keyin ochib qarasam, ikkita joydan professordan taklifnoma keldi. Bizga CV ni yuboring debdi. Keyin CV nima deyman? Ani bolani chaqiraman.
u bittani upravляющий o'tiradi, u ham chalapilcha. Shu joyda ustoz anaqa necha yosh edingizda shu buni aytib ketaylik. Bu yaqin 33 yoshimda. 33 yoshingizda. Bu 2010-yillar atrofi. Ya. 2015-yillarmi? Ya undan ham oldinroq 2002 2002. Keyin shu bilan nima qildik? CV nimaligini bildim. Kirdim. Ingliz tili bo'limini bilaman-ku. Katta keyin mana shu yerda borib, mana shu yerda kitob sotardi Milliy universitet. Rusko-angliyskiy толковый словарь oldim. Har bitta katta bo'ladi. Mana shunday oldim, sumkamni ko'tarib yuraman. Hamma aytasan, doktor bo'lsang, nima qilib sumka ko'tarib, sumkada hamma narsa bor. Kitob boshqa bo'ladi-da. Avtobusda ketaveram, bitta fikr hayolim keladi, o'sha so'z ingliz tilida nima deyiladi deyman, ochib topaman-da, o'qiyman, yaxshi deyman, mana shunaqa qilib ko'p yurdimda, keyin o'sha CVni jo'natdim. Jo'natdim. Bitta Wolf degan professor bor edi. Wolf men olaman dedi. Voy, shundan xursand bo'ldim. O'sha olaman deganda mendan baxtli odam yo'q edi. Go'yoki hayotimda transformatsiya boshlashim kerak edi. Keyin shuni olaman dedi, keyin yozishdi, u yozdi, bu yozdi, spravka faloncha kimsan, falon nima operatsiya qilasan, yozib, keyin oxirida uzr dedi, men dedi, seni ololmas ekanman. Ikkita joyim bor edi, ikkita kursant oldim. Fellowship haqida gap ketyapti. Men o'sha paytda bilmasdim, fellowship ekan bu. Keyin bo'lmasa men dedim, nima qilishim kerak? U bu dedim, bitta professorga dedi, menga yozib ko'r dedi. Professor Christian Krinkel degan odam bor edi. Shunga yozdim. Yozsam, u bir haftadan keyin javob berdi. Yana emaildan yozyapsiz. Yozaman, ketaman, 2-3 kunda bo'sh bo'lsam, internet kafega kiraman, yozaman, shunaqa qilib yuraman. Uyda kompyuter yo'q. Keyin professor Krinkel kelsam, bir haftadan keyin javob yozdi, CV'ni jo'nat, menga Wolf telefon qildi, aytdi. Senga Nasrni qiziqarli bo'layotgansan dedi. Jo'natdim. Keyin u universitetini nimasi bilan bog'ladi, короче, finansiy menejer bilan u men bilan aloqaga chiqdi. Kundalik ehtiyojingga necha pul ketadi, faloncha deydi. Mana shular meni tarbiya qildi-da. Bilmayman-da, kimdan so'rashni bilmayman-da. Kundalik ehtiyojim necha pul ketishini qayerdan bilaman, Yevropaga bormagan bo'lsam. Bilmayman-da. To'g'ri. Shunga o'xshagan savollar berdi va hokazo. Senga birovga necha pul kerak degan savol bersa, topolmadim-da. Menga necha pul kerak degan savolga o'zim javob topolmadim. Nima qilaman? Yeyishimga kerak ham faloncha deb, xullas примерно yozdim, bu qildim. Короче, menga pul kerak emas. Men chaqirib, biletimga pul to'lasang bo'ldi, men yeyishimdan o'zimdan olaman. Ularga yoqdi. Keyin bilet, keyin oxiri aytdi, bo'pti, vizaga taklifnoma yubordi. Vizani qayerdan olaman dedim, Germaniya posolstviga bordim. Borib, bugun viza olaman desam, o'sha yerda odam kuldida, sizga 15 kundan keyin o'chirib keladi dedi. Hammasi bo'lat motivatsiyasiz tarbiyalar ekanda odam. 15 kundan keyin siz faloncha payti vaqtda keling. Shu payt keldik, kirdim, gaplashdik, отказ berdi. Keyin yana yozdim ana. Xullas, mana shunaqa proseslar bu, viza oldim. Viza olgandan keyin bordim. Borishim ham juda qiziq bo'lgan. U finansiy menejerlar endi tushunyapman-da u. Menga dedi, 4 ta reysni dedi, nimasini sxemasini jo'nat dedi. Nima kerak ekan 4 ta reys jo'natsam, u eng arzon tanladi, mashinaga bilet oldi dedi. Bittasi Lufthansa $1,500. O'zbek havo yo'llari $1,200. Aeroflotga $900 shunaqa chiqdi. Mana shu Aeroflotga olsa, bunga nima farqi bor ekan deyman, u pul cho'qiyotgan. O'sha biletni oldim, bilet skanerini jo'natdi. Skaner yo'q. Oyli metrosiga borib, bitta tashkilotga kirib, skaner bor ekan, shuni skaner qilib bering deb jo'natib, xullas kalam, bismillah deb ketdim. Hech narsa bilmayman. Mayatovayani sal bilaman inglizcha. Bismillah deb shartli chamadonlarni yig'ib ketdim. Kecha soat 11 da borib tushdim. Birinchi samolyotda tushdim Münchenga, Münchendan keyin nimaga ketishim kerak? Poyezdda ketishim kerak, o'sha samolyot biletining o'zi bilan. U payt shunaqa, hozir ham shunaqa. Bilet olsangiz destinationgacha boradi u samolyot bileti. Samolyot biletini oldimda vokzalga borib nima qilsam, buni registratsiya qilish kerak dedi. Registratsiya qilaman desam, hech qayerda kassa yo'qdi. Katta budkalar turibdi-da. 3-5 xil tilda yozilgan. Ingliz tilini bosaman, shunday o'qib ikkita so'z tushunmay qolaman. Sizlarni ochaman. 1 soat shanda u paytda anaqa ham yo'q, telefon ham yo'q unaqa. 1 soat registratsiya qildim-da. Kitobni ochaman, qarayman, u so'z bu yerda yo'q bo'ladi, boshqa so'z bo'ladi. Asa birov kuladi ustidan. 1 soat registratsiya qildim amallab. Ungacha 3-4 ta poyezd ham ketib bo'lgan. Chiqdim, o'tirdim. Xullas borganimcha kecha soat 11 bo'ldi. Kecha soat 11 da borib tushdim. Qop-qorong'i shunday chiqsam, taksida turibdi-da. O'shanda esimda Arenberg Schlossga borishim kerak. Arenberg Schloss 10 dedim. Bunday ko'rsatsam, okey, o'tir dedi. O'tirdim. Endi hali u paytda navigatorlar yo'q-ku. Kitob qarar ekanda, mana sxemani qarab yurar ekanda shofyorlar ham. Bu ham arab shofyor ekan.
inglizchani bilmaydida. Aha. U nemischa gapiradi. Men inglizcha gapiraman. Arimber Schloss 10 ga olib borib qo'y deyman, okey deydi. Yomg'ir shalab bo'lib uryapti. 1 soat aylanib topolmadi u ham. Aha. Bu yoqqa boradi, Arimber Schloss chiqmaydi. Bu yoqqa borib qiynalib ketdi, og'ir to'xtadi. Taksi stankiga keldida bitta taksiga shu joy bilasanmi, shu bolani olib borib qo'y dedi. Aha. Keyin men olib borib qo'ydim. O'sha payt qo'rqmagan ekanman-da. Tilni bilmasam, begona mashina bo'lsa, begona yurtga kelgan bo'lsam, burib o'ldirib bu narsa qilib ketadi. Xayolimda tezroq men Kristian Krinkelni ko'rishim kerak edi. Men uchun mana shu bo'ldi, boshqa hech narsa ko'zim ko'rmaydi. Kecha soat 1:30 da bordik. U internetda yozuvdi menga, 1:30 da kelasan, men bunaqa kodni terasan deb. Kodi nima ekan deyman-da. Men bunaqa kodini terasan, sen falonchaga kirsang, men bunaqa kodli eshikka kirasan degan. Bo'ldi. Kelsam, zonaga bossam, zona chalinmaydi-da. Unda qarasam, tablo turibdi. Keyin tabloda qaradim, shu kodni bosishim kerak. Amallab bossam, tiq deb eshik ochildi. Sovuq, yomg'ir yog'adi, 1:30 bo'lib qoldi. Kirdim, kirgandan keyin ichkariga kirib, o'sha oxirgi ikkita nomeri xonani nomeri ekan. Men boshda 4tasini tersam, nomer tugab qoldi-da. Ha, to'g'ri. Oxirgisi ikkitasi xona nomeri. Xonaga chiqdim, ikkinchi etaj 23-xona ekan, kirib endi xuddi birov joyga o'g'irlikka tushgandek his qilyapman o'zimni. Kecha soat 1:30. Hamma Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Keyin nima bo'lsa bo'ldi deb yotib uxlab, ertalab tursam, resepsiyonda turgan ekan. Shunda shumi господин Baymuradov, prishli deganda inglizcha gapirsa, xursand bo'lib ketdim-da, xuddi nima qilgandek. Ha, oldindan kutishgan. Men borib domlaga uchrashdim. Xullas, bu yoq keyin juda zo'r bo'lgan. Keyin tilni o'rganish, keyin har bitta joyda boraman, nimanidir deb tushuntira olmayman-da. Shunaqa alam qiladi, kelaman o'sha slovarlarni yodlayman-da. Birinchi etda finansiy menejmentga borib registratsiya qildim. Samolyot bilet topshirishim kerak, pul olishim kerak. Pul topshirdim. Qarochi ududi buldi xullas kalan tushuntira olmayman-da. U savol beradi, men tushunmayman. Ingliz tilini bari bilaman deb bordim, lekin произношение eshitmaganman, bilmay tushunmayman-da. Kitobda yozilganda gapirmaydi ular. Ha, shu. Qilib keyin klinikaga bordim. Kristian Krinkelni men priyomnisiga kirdim. Shundan ko'p xursand bo'lib ketdim. O'tirdik, gaplashdik. Bo'ldi dedi. Sen ikkita qog'oz berdi. Men buni praktikaga borasan dedi. Mana men bu dedi staloviga borasan dedi. Men buni nima dedi? Biroz gapini chala tushundim. Menga ruscha gapirasan dedi. Shunda bitta bolani chaqirsa, u bolaga ruscha gapirsa, otamni ko'rganda xursand bo'lib ketdim. Rus tilini bilasizmi? Keyin u bola ruscha gapirar ekan, o'sha yerda ishlar ekan, tushuntirdim. Nima qilasan? Praktikaga borasan, ona. Nimaga praktikaga borgan? Praktikaga borsam, razmeringni nechi kiyasan, oyog'ingni nechi faloncha dedi. Operatsion forma berish uchun borgan ekan. Operatsion forma berdi, xullas keyin. Siz necha yil o'qidingiz o'sha Kristian Krinkelda? 2002, 2004, 2006, 2008 har 2 yilda borardim-da. Ha, ma'lum bir paytga borarsiz. Ma'lum bir oyga, 1,5 oyga boraman, vazifa beradi, o'rganaman, yangi usulni kelaman, boraman. Doktorskiy dissertatsiyamni 2008gacha qildim-da shunda. Aha. Metodikani o'rgandim. Juda qiziq bo'lgan. Bu aslida sizni hozir mana sizni aytib bergan narsalaringiz ustoz bu legenda-da. Bunda o'ylab qarasangiz, bu narsa mana Kristian Krinkelni topishingiz, boshqa qilishingiz, bu aslida maqsadni to'g'ri qo'ya olganingizdan-da. Men prosta shu odam shunaqa operatsiya qilishini ko'rgandan keyin faqat o'shani operatsiya qilishini borib ko'rish maqsad bo'lganda. U sizni hozirgi faoliyatingizda mana u shunaqa-ku, masalan, Kristian Krinkel adashmasam yurak jarrohi, yuz jarrohida. Siz o'sha yo'nalishda ketgansiz keyin. Ya'ni bu ham sizni hayot yo'lingizni o'zgartirib olgan, to'g'rimi? Juda ham zo'r qiziqlar bo'lgan. Endi domla ham posolstvoda ham kasalga qaramaysan, mumkin emas, kontakt mumkin emas, faqat ko'rasan deb instruksiyalar berganda, borgandan keyin domla ham shunaqa degan. Keyin operatsiyaga kirdida, kirsam, yosh doktorlar operatsiya qilyapti ekanda. Bitta yuqori joqdan aql tishini kurtagini olish kerak, ola olmayapti-da. Ammo poliklinikada 3 minut, 2 minut olaman-da uchlar. Shunaqa buyurgan. Keyin yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim, menga berdim instrumentni, shart olib tashladim. Olib tashladim, keyin kirib aytdi professorga, bu shunaqa ekan dedi. Keyin chaqirdi, sen kimsan o'zi, nima operatsiya qilasan? Men nima qiziqasan? Men mana faqat operatsiyaga kirasan dedi. Biz zo'r bo'ldik. Domla bilan 3-assistent bo'lib operatsiyaga kiraman. O'zi qiladi, yonida assistent bo'ladi. Men 3-chi qarab, quritib, bu narsalar berib turadigan. Xullas bora birinchi assistent bo'ldim. Xullas keyin
oxir sikllar tugab doktorskam tugayotgan paytda 2008 qolasan shu yerda dedi. Masalan ishga olib qolaman, mehnatkash bola ekansan dedi. Subbota воскресенье ular ishlamaydida. Men обществоda zerikib yotaman. Subbota ham воскресенье ham kun bo'yi kelib больницада ishlayman-da. Og'ir kasallarga yordam beraman, analizini olaman, olib kelaman, ko'raman, pervyaskasini qilaman. Uni hammasini ko'rar ekanda videoda. Sen qolasan Olasan dedi. 1 yil yordamchi bo'lib ishlaysan dedi. 1 yildan keyin diplomingni nostrifikatsiya qilishga yordam beraman dedi. Keyin aytdim, oilamchi desam, yo'q dedi. Oilang emas, o'zing dedi. Men aytdim, yo'q, men qola olmayman dedi. Keyin aytdi, "Ya, hammaga qodimiyman men" dedi. Keyin aytdim, "Men tayyor WhatsAppda yurgandan ko'ra WhatsApp yaratishni yaxshi ko'raman" dedi. "Men shu narsani o'zimizda borib qilaman" dedi. Bu ham o'sha vatanparvarlikka kiradimi ustoz? Bu masalan sizni qolib Yo'q, men ketishim qola olmasdim. Sababi menda uydagilarni, yaqinlarimni ko'rib, gaplashib, boshqa qilmay tursam mazam qochadi. U yoqda yurib, buni o'zim hayotim bo'lmaydi. o'zimizni odamlar ham boshqa ham bo'lmaydi shunaqa. Shuning uchun aytdim, "Yo'q, men dedim, qiynalsam ham o'zim WhatsAppda qilib olaman, yarataman yo'qda" dedim. O'sha WhatsApp'ingizni yaratdingizmi? Endi yaratdim. Hozir endi uni modernizatsiya qilishim kerak. To'g'ri. Xullas, mana shunaqa qilib, lekin shu domla menga juda katta yordam berdi. Men har borganimda shunday yo'nalish направление berardi. Bitta rekomendательный письмо посольствоga ham, boshqa joyga ham, любой joyga o'tardida. Shu mehri tushdi. Keyin menga shunaqa yo'nal berganda, любой konferensiyalarga ham men shunda borib bora olardim. Endi уже til bariyeringiz yo'q. Til yo'q, bemalol gapiraman, sayrayman. Chunki har siklda oxirida og'zaki imtihon topshiraman-da. O'tirib olib, birinchi borganimda kechasini yodlaganman-da, tekstini, ingliz tilini yozib olib, internetda yodlaganman. Yodlab gapirganman. Keyin nima qiladiganman? Keyin oxir borganimda aytdingiz, keyin safar nemis tilida gapirasan san dedi. Shuni o'rganib kelgan dedi. Xo'p dedim. Keyin 2008-yil zo'r narsa aytdi. San dedi, shuncha ishlading, boshqa qobiliyating bor ekan. Yevropa assotsiatsiyasi bor edi, shunga a'zo bo'lgin dedi. Unga men senga tavsiya beraman dedi. Bitta professor tavsiyasi juda katta rol o'ynaydi. Tavsiya berdi. Assotsiatsiyaga hujjat yuborsam, u yerda sen inostranisan, yana ikkita professor tavsiyasi kerak, bitta bo'lmaydi dedi. Men domlaga yozsam, domla aytdi, "Bo'ldi, sen xotir olma" dedi. Ikkita professordan olib jo'natgan ekan. O'sha 2008-yildan beri Yevropa yuz-ja xirurglar a'zosiman-da. Har oyda jurnal olaman, original, eng oxirgi ilmiy tekshirish natijalari, juda katta ligotalar bor, juda nima, mana shunaqa. Shu, bu domlam hozir o'tib ketdi. Juda ko'p nima qilgan, menga mana shu ilm o'rgatib, nima qilganda, men xursandman shu. Hozir o'ylab qarasam, men til bilmasam, begona joy bo'lsa, men bilan bir narsa bo'lib qolsa nima bo'ladi degan hech qanaqa fikr bo'lmaganda. Maqsad o'shani ko'rish bo'lgan bo'ldi. Qolgan hech narsani ko'rmaganman. Ya'ni agar maqsadlar aniq bo'lsa, o'z-o'zidan odamlar ham, yo'llar ham shunaqa ochilib ketaveradi. Shunaqa bo'lib ketgan endi. Masalan, bizda hozir xususiyda har bitta mavzuda keladigan mavzuga mos narsalarimizni o'sha dars o'zida ko'rib, kerak bo'lsa qo'limizda o'zimiz ushab, bilib ko'ramizda. Ko'pchilik masalan davlat institutlarida o'qiydigan tanishlarim biz hali amaliyotga chiqmadik yoki bunaqa narsa ko'rmadik deyishyapti-da. Bu qanchalik talabalar orasida to'g'ri yoki farqi nimada? Stomatologiya yo'nalishidagi talabami, u siz talabalaringiz? Stomatologiya. Yana bitta narsa, ustoz, shuni savolning davomi. Masalan, men eshitganim bo'yicha, endi biz hozir bilasiz, Profi universitetida ham mana 1 yildan oshib qolyapti. Meditsina yo'nalishi ochdikda endi. O'zingiz bilan ham anaqa Toshkent o'sha sizni universitetingiz bilan ham memorandumimiz, hamkorligimiz bor. Men aytmoqchi bo'lganim, boshqa davlatlarni kuzatganimizda ularda 4-5, o'sha oxirgi kurslarda amaliyotga kirib, aynan operatsiyaga kirib, jarrohlik amaliyotini amalga oshirishni boshlashadi-da. Bizni studentlarimizga hali mumkin emas deb qo'yishmaydi. Bu o'zi qanchalik to'g'ri-da? Mana shu amaliyotga. Bu endi amaliyotga erta kirgizish va mana men sizga bu savolga javob, birinchi savolga javob beray. Stomatologiya yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, siz qaysi fandan amaliyot qildingiz? Preklinik restavratsion stomatologiya va stomatologiya. Nima amaliyot qildingiz o'shanda? Masalan, plomba qorish, ko'rish uchun yoki rotatsion asboblar,
o'zimiz ko'rib bilib Amaliyot, da, to'g'ri. Preklinik restavratsion stomatologiya bo'lsa, stomatologiya faniga kirish degan fanlar bor birinchi kursda. Bizda endi siz kim bilan gaplashganingizni men aniq bilmayman. Bizda ham xuddi shunaqa. Siz aytgan talabalar amaliyot hammasini qiladi. Talabalarning hammasining yondashuvi har xil. Lekin mana shu sizlar o'qiydigan dastur aslida o'z bizning universitetdan olingan. Bizda tayanch markaz hisoblanib butun respublikaga bizdan oladi. Bu bor narsa, bizda ham qiladi. Lekin xususiy bilan bizning farqimiz, biz talabalarimiz bir 5-10 barobar ko'p, soni ko'p. Soni ko'p bo'lganligi uchun mustaqil sifatida bersangiz, 20 ta bola kirsa, shundan bir 15 tasi bajaradi, 5 tasi yo qilmaydi, yo qilgisi kelmaydi, yo boshqa ish bo'ladi. Shuning uchun amaliyot bor. Talabani o'zini motivatsiyasini, o'zini xohishini kamligi bu. Kamchilik deb o'ylayman. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, amaliyot masalasida. Stomatologiya yo'nalishida 5 yildan keyin u stomatolog bo'ladi, plomba qo'ya oladi. Shuning uchun hammasini o'rgatamiz. Lekin butun dunyoda ham, bizda ham 6 yillik dasturda ichida u xirurg yoki doktor bo'la olmaydi. Va 6 yillik dastur ichida uni xirurgiyani o'rgatish fani, unaqa chuqur o'rgatish mavzular yo'q u yerda. Umumiy tanishish kerak, boshqa qilish kerak. U Ya'ni operatsiyaga kira olmaydi. Chunki biz butun dunyoda ham shu birlamish tizim uchun oilaviy shifokor tayyorlaymiz. Oilaviy shifokorda u poliklinikada o'tirganda xirurgik kasallik kelsa, operatsiyadan keyin перевязканы bilish kerak. Kasalni birinchi murojaat qilsa, ko'rganda operatsiya qilish kerak ekan sizga deb qayerga yo'naltirishni bilish kerak. Terapiya. Operatsiyadan keyin nima ovqat yeyish kerak, o'zini qanday tutish kerak, mana shu narsalarni o'rgatamiz biz. Shuni bilish kerak. Xirurgiyani o'rganib operatsiyaga kirish birinchi kurs magistraturadan boshlab hamma magistrlarni kirazamiz operatsiyaga. Bu bor narsa. Ya'ni magistr o'zi operatsiya qiladimi yoki yordamchi bo'lib yuradi birinchi yil, ikkinchi yillarda biz bir xil magistrlarimiz bor, masalan, bemorlar ishonamiz, qiladi. Lekin mas'uliyat degan narsa bor. Bugun bemorning huquqi bor. Albatta domla yonida turish shart. O'ziga tashlab ketib bo'lmaydi. Domla qilish kerak aslida operatsiyani, domlaning yonida turadi u. Lekin hozir hech qaysi bir joyda, misol uchun, magistrga operatsiya qildirmaydi. Nima ham, kasalli ham biz ham magistr o'ziga tashlab bermaymiz. O'zimiz qilamiz, yonimizda magistr turadi. Yoki magistr qilsa ham yonida biza turib, birga qilib, ko'rsatib qildirtiramiz. Magistrlarimiz aksariyat mana 3-kurs oxirida 90% operatsiyani qiladigan bo'ladi. Yana bir amaliyot eshitdim. Ustoz, aynan shunaqa deylik, masalan, stomatologiya talabasi 5-kurs deylik yoki 4-kurs aynan. Ba'zi bir joylarda shunaqa amaliyotlar bor ekanki, endi bizning davlatda emas, bilmayman, aynan shuni huquqiy jihatini topa olmadim. Deylik, kimdirni imkoniyati yo'q stomatologga borishga. Lekin u bilan shartnoma qilinadi. Mana siz xohlasangiz, sizni student davolaydi, o'sha kariesingizni tuzatib qo'yadi. Faqat student talaba domlasi supervizorligida, aynan domlasi yonida turadi. Shunaqa amaliyot bormi yoki joriy qilinganmi bizda yoki yo'q, joriy bu amaliyot qilinmagan? yo'q. Bu amaliyot yo'q. Men birdan sizga bu narsani bitta modelini aytib beraman. Men o'sha Germaniyada malaka oshirib yurgan paytimda studentlar bilan gaplashganman-da. U yerda studentskiy poliklinika degan narsa bor. Studentskiy poliklinika deb yozib qo'yilgan. Faqat u yerda katta e'lon yozib qo'yilgan, что bu yerda bemorlarni yuqori kurs studentlari supervizor bilan birga qabul qiladi deb yozgan. Shunga rozi bo'lmagani kirmaydi. Bu yerga kirgan kasal rozi bo'ldi degani. U yerda ham baribir o'sha domlasi bilan birgalikda qiladi. Alohida studentni o'ziga tashlab qo'ymaydi. Bu amaliyot bizda biz unaqa deb aytmaymiz. Misol uchun biz har qanaqa bemorni doktor ko'rayotgan payt yonida studentlar turadi. Lekin bizda ba'zi payt bemor iltimos studentlar chiqib tursin deydi ba'zilari. Shunda chiqib turinglar, talabalarga iltimos qilinadi. Atak, lekin bizda ham misol uchun 99% holatda student qarab o'tiradi, operatsiyalarga ham kiradi, boshqa ham qiladi. Studentni amaliyot qilishi, mana shu bitta gap kelganda aytib ketay. O'tgan oyda bitta post chiqdi. Mana Toshkent talabalari praktika qilyapti deb bitta bloger chiqardi. Bitta talabami hech kim bilmaydi. Bunda polartishni chiqarib oldi. Keyin biz uni tagiga yetdik. U talaba bo'lgan, talabalar darsda bo'lgan, darsda chiqqan paytda bir-biriga hazil huzur qilib, pollatlar bilan o'ynagan. U olib bloger qo'yyapti. Qo'ygandan keyin odamlar unga gapirib yozyapti. Lekin mana yaqinda men 3 kun oldin Rossiya Federatsiyasining vazirining birinchi o'rinbosari bilan o'tirdim, muhokama qildim. U aytayaptiki, talaba polni ham yuvish kerak.
uni hammasini ham qilish kerak. U qanaqa doktor bo'ladi deyapti-da. Na samom deylik o'zi. Ya Asli. o'zi birinchi kursda bor-ku bu Birinchi narsa. kursda bor bu narsa. Amaliyotimizda ham bor. O'quv rejada ham bor. O'quv reja sanitarisk praktika. U ertaga shu pol yuvadigan o'sha rastvorda, suyuqlikda protsentini qanday tayyorlash texnikasini boshqasini bilmasa, u ertaga ukazaniya qila olmaydi. Natijada infeksiya o'lmaydi, xona sterilizatsiya bo'lmaydi va hokazo degan savollar borda. Bizni tushuncha noto'g'ri. Odamlar shunaqa desa, Toshmi shunaqa deb yozaver. Mana shu bugun bizni xalqimizni madaniyati ustida har bitta narsaga to'g'ri fikr bildirish kerak bo'lganligi haqida dalolat beradi. Tanqidiy fikrlash yo'q-da mana shu yerda. Tanqidiy fikrlash yo'q. To'g'risini aytaman, men talaba bo'lganman. Men polam artganman. Derazalarni ham artganman. Subotniga ham qilganman. Paxtaga borganmiz biz. Sentyabr oyida bizani o'qishga kelgan payti birinchi muammomiz paxtaga issiq kiyim sotib olish bo'lgan. Birinchi kelib raspisiya ko'rmasdik. Birinchi kun zamdekan kelib qachon paxtaga ketamiz dedik. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr ketib, dekabrda 10-larda kelardik paxtadan. Va qolgan davr mobaynida qolgan dekabrdan 10-larda 10-yanvargacha bir oyda ichida 4 oylik dars o'tib 10-yanvarda imtihon topshirib, fevraldan keyingi semestr boshlanardi-da. Shu bilan ham mana professor bo'ldik, yomon odam bo'lmadik-ku. Hozir bitta pol yuvganni hamma qilib chiqaradi-da. Nasamam deyli, na ularda vatan tuyg'ulik bo'ladi, na bilim bo'ladi, na boshqa bo'ladi-da. Odamlar men shu narsa men aytaman-da, xo'p, sen vataningga shu bir hech narsa qo'ldan kelmaydigan doktor tayyorlashga nimamisan? degan savolda. Butun hammamiz sekret emas, paxtada yurardik-ku, paxtada o'qishni bitirdik-ku. Lekin motivatsiyamiz bor edi, maqsadimiz bor edi, yomon doktor bo'lganimiz yo'q. Men necha marta shu sentyabr 10-sida biza уже avgustda aytardik, qaysi chislada paxtaga ketar ekanmiz. Ba'zan 5-sentyabr, ba'zan 10-sentyabrda. Уже ko'rpa yostiq bilan, kiyimlar bilan, fufayka, issiq kiyim, produktda pul bilan kelardik. Qachon bizni olib ketadi deb turardik, mashinaga bosib olib ketardik. Jizzaxga, Paxtakorga, unga, bunga borib, to'g'ri yotib paxta terardik. Hech kim g'il demagan. Hozir subotnik qildi, paloncha qildi, suvabrani ushladi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, bo'lajak zo'r doktor bo'lish uchun hamma narsani qilish qo'lam yuvish kerak, ani bemorni axlatini ham tozalash kerak. Xuddi shunaqa. Hamma narsani qilish kerak. Men rahmatli ustozim bor edi, o'tib ketgan. O'sha kirgan birinchi shunda ustoz bo'lib tushgan Xudo rahmat qilsin. Operatsiyaga kirardik, operatsiyaga kirganda kessak yering chiqardi-ku. Sen mana shu yeringni hidlab ko'r, qo'lingdan ushlab ko'r, kerak bo'lsa yalab ko'r dedi. Bilishing kerak deb aytardi rahmatli-da. Xirurglar qanaqa u? Hozir proktologlar orqa teshikdan axlat chiqadigan joyini operatsiya qiladi, necha marta barmoq bilan ishlaydi. Pol yuvish nima uni oldida? Hozir pol yuvishni muhokama qilishga o'tib ketishdi, lekin nasamam deyli. Unaqa emas. Nasamam deyli, talaba uni hammasini bilish kerak va qilish kerak. Ertaga qanday doktor bo'ladi u? Ertaga bitta sanitarka olib kelsa-da, bitta ko'sak tuzga o'xshagan xlor beradi. O'shani foizini eritib yuvish kerak. Doktor mana shuni qanchasini eritsa, yarmini eritsa, odamlarning ko'zini qo'rqib qo'yadi u. Yoki bo'lmasa uni kam qilsa, infeksiya o'lmaydi, bu infeksiya yo'qadigan xonaga aylanadi. Uni bilish kerakmi doktor? Bilish uchun uni o'zi qilib ko'rish kerakmi? O'zi qilmagan narsani qanday qilib o'raga talab qiladi? Shuning uchun meditsina hamma narsani talab qiladigan fan. Hamma narsani bilishni talab qiladigan fan. Shunaqa bo'lish kerak. Rahmat ustoz, bu juda ham katta anaqa bo'lajak talabalarimiz uchun ham, bo'lajak shifokorlar uchun ham rostdan ham bilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Oldinlari faqatgina Toshmi bor edi. Keyin Toshkent tibbiyot akademiyasi bo'ldi. Faqat boya aytganingizdek 1300 ta bola tayyorlanardi. Yani, kvota ham juda kam edi. Faqatgina hozir mana Toshkent tibbiyot universitetining o'zida 30 ming deyapsiz. Undan tashqari xususiy universitetlar bor, mana Profi University, boshqa universitetlarga o'xshagan xususiy ular ham tayyorlashyapti tibbiyot xodimlarini. Va yaqinda bitta reels ko'rdim. Shunaqa savol bo'ldiki, yaqin bir 5 yildan keyin shifokorlarga umuman ish qolmay ketadi. O'qimanglar stomatologiyaga, ya'ni shuncha stomatolog bitirib chiqsa-yu, shuncha stomatologga ish qayerda degan savol bo'lib qoldi-da. Endi buni stomatolog gapiryapti. Hozirda ishlab turgan stomatolog. Keyin shu savolni so'ramoqchiman. Ya'ni rostdan shunaqami ekan? Balki sizning fikringiz qanaqa? U stomatolog gapirgan paytda to'g'ri o'zining fikrini aytgan, lekin men bizga bitta narsa aytaman. O'zi umuman
10 ming aholiga 4 ta stomatolog to'g'ri kelishi kerak. Bu butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini normativi shunday. 10 ming aholiga 4 ta stomatolog bo'lishi kerak. Rivojlangan davlatlarda 6 ta stomatolog bo'lishi kerak 10 ming aholiga. Ha. Bugun bizda 10 ming aholiga 2 ta stomatolog to'g'ri keladi. Birinchidan bizni ehtiyojimizni qoplash uchun hali yana 2 barobar ko'p stomatolog tayyorlashimiz kerak. Ikkinchidan qancha ko'p bo'lsa shuncha konkurensiya bo'ladi, raqobat bo'ladi. O'zini ustida ishlash bo'ladi. Bitta misol aytaman, 8 yil, 10 yil oldin O'zbekistonga bitta firma tish qo'yadigan implant olib kelardi. Tish qo'yadigan implantlar $800 edi. Hozir 100 ga yaqin firma olib kiradi. Tish implantlari 10 barobar narx tushib ketdi. Raqobat bardosh bo'la oladigan kadr ishlaydi. Hozir mana xavotir olmasin u odam. Nima uchun? Men sizga aytib beraman. Ikkita narsa uchun. Birinchisi, yaqin o'rtada shifokorlarning litsenziyalash faoliyati yo'lga qo'yiladi. U diplom oldi degani unga ishlolmaydi u diplom. U borib litsenziya olish kerak. Litsenziya olish uchun o'qib boshqatdan imtihon topshiradi. O'sha yerda o'ta olmagani уже litsenziya ola olmaydi, ishla olmaydi. Litsenziya olganini ham ishga kelganda tanlov asosida bo'ladi, jo'ski tanlov bo'ladi. O'sha eng kuchli, eng motiviranlari ishga olinadi. Qolgani undan tashqari yana har yili, ya'ni har qanchadir miqdorda har yili tekshirib turiladi. nima bor, pensiyaga chiqish bor, vafot etish bor, ko'chib ketish bor. Misol uchun o'sha kamligi kelib chiqaveradi. Aholi soni o'syapti. Biz hozir mana men sizga aytaman, Toshkent shahrida shunaqa stomatolog ko'p dedingiz. Mana shu yerdan 10 kilometr chiqing, stomatolog ketmaydi. Qishloqlarga boring, yo'q stomatolog. Bizda shunaqa tuyiladi, Toshkentda shunaqa, har qadam stomatolog. Aholi zich, boshqa va hokazo. Viloyatlarda unday emas. Shuning uchun bu mana shunaqa ta'minot. Sevinch. Men savolim transplantatsiya haqida edi. Masalan, hozirgi kunda yurak, o'pka eng ko'p bizda transplantatsiya qilinadigan bu jigar. Ya'ni o'sha jigar sirrozda ko'pchilik Hindistonga, eng ko'pi Hindistonga boradi, yana Turkiyada ham bor. Lekin eng globali bu Hindiston. O'zbekistonda nega shu hali uncha rivojlanmagan yoki endi kirib keladimi yoki nechidir yil unga masalan o'rtacha 5-10 yil ichida u rivojlanib ketadimi O'zbekistonda ham shunaqa? Men bu savolga javob beraman. Juda yaxshi aktualniy savol. Birinchidan bizda 1990-yildan boshlab inson a'zolarini ko'chirib o'tkazish transplantatsiya qonunan taqiqlangan. Qilinmagan. Shuning uchun qilinmagan. Qila olmaganligi uchun emas. O'zi aslida Markaziy Osiyoda O'zbekistonda birinchi buyrak transplantatsiya 1971-yilda qilingan. Bizning ustozimiz O'ktam Aripovich qilganlar. Bizning muzeyimizda u kishining haykali turibdi. Buyrak transplantatsiyasini Toshkentda qilgan. Yangi Toshkentda qilgan. O'sha buyrak transplantatsiyasi. Faqat 90-yilda bizda mustaqil bo'lgandan keyin inson organlari bilan kontrabanda va hokazo shunga o'xshagan narsalarni oldin olish uchun qonuniy to'xtatilgan. Lekin oxirgi 6 yil ichida inson a'zolarini qarindoshdan qarindoshga o'tkazish mumkinligi ruxsat berildi. Shuning uchun hozir buyrak transplantatsiyasini, jigar transplantatsiyasini shunaqa yo'lga qo'ydi, qilib yotibdi. Faqat qonuniy asosligi uchun. Bu birinchisi. Ikkinchisi, trupniy transplantatsiya deydi. O'lgan odamnikini, begonanikini olib, sog'lom odamga qo'yish yoki boshqa odamniki, qarindosh bo'lmagan odamnikini qo'yish, allotransplantatsiyalar deydi. Ular hali qonuniy bizda ruxsat berilmagan. Yo'q. Nima uchun shu biz nimadan qo'rqyapmiz bu holatda? Endi siz shuni ichidasiz-ku. Bu endi butun dunyodagi praktika, odamlar a'zosini sota boshlaydi. Misol uchun o'ta qarzga botib ketgan, o'ta qiynalgan bitta buyuragimni sotaman deydi-da, buyuragi muhtoj kasalga boradi, pulini kelishib sotadi. Mana shu narsani oldini olish uchun qilingan bu insonni o'zini anaqa emasmi? Nima edi, решение emasmi? Haqqi yo'q uni. Chunki inson a'zolarini qilish qonunan jazolanadi. Mumkin emas buni qilish. Mumkin emas. Ayniqsa mana o'lgan odamni hatto bir xil a'zolarini kesib olib borishga ham juda qattiq jazolanadi. Chunki bu qonuniy mumkin emas. Bu insonning gumanizmiga to'g'ri kelmaydigan narsa, yosh avlodga to'g'ri kelmaydigan narsa, dinga to'g'ri kelmaydigan, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar borda. Lekin men sizga aytaman, nima uchun Hindistonda ko'p degan savolga javob beraman. Yo'q, shunga ruxsat bergan. Hindistonda zo'r bo'lishini va ko'p bo'lishini ikkita sababi bor. Birinchi sababi, Hindistonda hamma o'qimishlilar yaxshi o'qiyman deb Amerikaga, Angliyaga, boshqaga ketadi.
Amerikaning 70% eng zo'r dunyoga mashhur xirurglar hindlar. Ular puli ko'p, hamma narsasi bor. Vatanida o'zini xalqi uchun shifoxona ochib qo'yibdi Amerikan standart bo'yicha. Va arzon qilib qo'yibdi. Shuning uchun hamma Hindistonga boradi. Germaniyaga borsa bo'ladi 3 barobar qimmat, Koreyada 4 barobar qimmat. Bunda arzon bo'lishining sababi oddiy qashshoq xalq ko'pda, o'sha xalq uchun milliarderlar ochib qo'yibdi, simvolika narx qilib qo'yibdi. Shuning uchun boradi. Lekin Hindistonda birlamchi tizim yo'q, oila shifokorligi yo'q. Faqat o'sha super Amerikadan tushgan gospitallar bor, qolgani yo'q. Shuning uchun hamma hindlik kelib o'qiydi bu yerda birlamchi tizimga. Organ transplantatsiyasi shunaqa. Endi oldin juda ko'p ketardi Hindistonga, bitta savol berib ketaman. Oddiy yurakka stent qo'yish uchun ham Hindistonga borardi odamlar. Oila molini sotib, jonini sotib, hozir oddiy stentni ham rayon больницасida qo'yib yotdi. Prezident shunchalik sharoit qilib berdi-da bizga. Kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Shu. Bizda hozir mana 5 ta 6 ta joyda, katta joylarda jigar transplantatsiyasini bemalol yosh yigitlar qilyapti, zo'r qilyapti. Kecha men Samarqandga borib keldim. Samarqandda ham yo'lga qo'yishibdi. Jigar transplantatsiya juda ham katta operatsiya, qiyin operatsiya. 12 soat, 16 soat bo'ladigan operatsiyalar. Bemalol qilsa bo'ladi. Faqat hozir endi boshqa transplantatsiyaga qonun chiqsa agar, o'shanda biz talabalarimizga o'liklardan o'rgatishga o'tamiz. Hozircha yo'q narsa. Hozir Hindiston haqida gapirdik. Biz bilamiz, Toshkent davlat tibbiyot universitetida hindlar ham ko'p o'qiydi. Bilasiz, o'zi yaqinda ham chiqdi, masalan, hindlarning bir anaqasi chiqdi-ku, o'sha temani aytib ketaylik. O'zi hindlarni O'zbekistonga kelib o'qishiga nima turtki bo'layapti-yu? Ya'ni Hindistonda o'zi men ham bilaman, endi ko'rganman, eshitganman, Hindistonda qimmatligi, joy soni, kvotalar soni cheklanganligi bu birinchi anaqa. Lekin ular mayli kelib o'qishi nima turtki bo'layapti? Ikkinchisi, ular bilan o'zi qanday muammo paydo bo'lyapti? Biz nimadan qiynalyapmiz? Yaxshi savol berdingiz. Hindistonliklarning bu yerga kelib o'qishini ikkita sababi bor. Birinchi sababi O'zbekistonda, ayniqsa shu tibbiyot universitetlarida tibbiy ta'lim yomon emas. Yomon emas. Yaxshi. Ya'ni diplomi kotirutsiya qiladi. Buni bitta isboti bizni umuman universitet bitirganlar har yili o'zini davlatiga borib milliy sertifikatsiya, akkreditatsiya o'tadi. Va shu akkreditatsiyaga qarab baho beradi. O'tgan yili oxirgi 2 yilda bizni Toshkentni bitirganlar 99% akkreditatsiyadan o'tdi. Bu birinchi ko'rsatkich. Ikkinchi ko'rsatkich bizda ta'limimiz uncha qimmat emas. Uchinchi ko'rsatkich bizda yashash mazada. Odamlar yaxshi. Oziq-ovqatlar shirin, ko'p. Odam ajratmaymiz. Xavfsiz davlat bizda. Kechasi 12 da yurasizmi, 1 da yurasizmi, bemalol yurasiz qayerga borsangiz. Aqlolmay, bu juda ham katta ahamiyatga ega. Agar xavfli joy bo'lsa-da, hamma narsa bo'lsa-da, xavfli bo'lsa bormaydi odamlar. Shu tomonlari bor. Yaqinda men Germaniyada, mana shu o'sha hindlarni yozib, men rektor bo'lgandan keyin yozib boshqa qildi, uyushtirildi. Lekin bu birinchisi, ikkinchisi ikkita faktga men sizni fikringiz bilan. Mana oxirgi 2 yilda Toshkentni bitirganlar 100% o'tgandan keyin bu yil bizga tibbiyot universitetiga 4000 ta bola hujjat topshirdi. 785 tasini oldik. 3000 tasini отказ qildik biz. Отказ qildik. Nimaga? Chunki intervyu qildik. Suhbatdan yaxshi o'ta olmadi, bilim yo'q uchun. Bizni rosa ustimizdan yozdi, olmaysanmi, paloncha qilmaysanmi? Biz aytdik, yo'q, kачество, sifat bo'lishi kerak. Shuning uchun u hindlar to'g'risida yozgan, boshqalar ko'plar uyushtirilgan, asoslari yo'q, shunaqa narsalar edi. Mayli. Ikkinchi masala, yaqinda men Germaniyada bo'ldim. Germaniyada Robert Koch va Avicenna fondi bor. Shunday direktor bor. Gelman Han degan. Shu professor ikkita rektor bilan meni uchrashtirib gaplashtirdida, o'sha rektor bilan gaplashganda bitta gapni aytdi. O'sha Germaniyadagi professor, u Sharqiy universitetda ishlaydi, dunyoda o'sha Germaniyada birinchi o'rinli universitetga. U professorlarga aytdiki, toshmaydi dedi. O'rta Osiyoning Garvardida bo'ladi, bilib qo'y dedi. O'sha professor aytdi. Shuning uchun men juda maqtanmoqchi emasman, lekin tibbiyotda bugun bilim yomon emas. Qolgan narsa. Shuning uchun intilish ko'p. Agar bilim yomon bo'lsa, nimaga keladi bo'lmasa? 4000 ta talaba nimaga hujjat topshiradi? Biz onlayn hammasini qilib YouTube'da translyatsiya qiladigan qilganmiz suhbatlarni.
topshiradi, biologiyadan, ximiyadan 4 ta domla savol beradi, bilmasa o'ziga tushuntiradi, bilmaganini uzr deydi. U YouTube'da ota-onasi hammasi ko'rib turadi. O'tganiga siz o'tdingizda viza yuboramiz, keyin keladi. Shunaqa tizim qilganmiz. Qolgan 3 mingtasi qolib ketaveradi zabartom. Mana shu bugun raqobat. Universitetda ham raqobat bo'lishi uchun, sifatga o'tishimiz uchun shunaqa yo'llarni qilyapmiz hozir. 100 yildan oshiq tibbiyot universitetimiz bor. Endi nomi ba'zi paytlarda o'zgarib turdi. Toshkent tibbiyot instituti bo'ldi, keyin Toshkent tibbiyot akademiyasi, hozir mana Toshkent davlat universiteti. Oddiy insonlar uchun oldin tibbiyot akademiyasi edi, hozir tibbiyot universiteti bo'ldi. Nima farqi bo'ldi? Oddiy student uchun bu qanaqa afzalliklarga ega? Tibbiy ta'limni merosxo'ri Toshkent davlat tibbiyot universiteti hisoblanadi. Merosxo'ri deyapman, sababi O'zbekistonda bugun 10 dan ortiq tibbiyot oliygohlari faoliyat yurityapti, lekin Toshkent davlat tibbiyot universiteti uzoq tarixga taqalganligi uchun bevosita voris hisoblanadi. Shuning uchun endi tashkiliy tuzilma, umuman akademiya, institut, universitet va hokazo haqida gapiradigan bo'lsak, lekin bugun xalqaro tajriba shuni ko'rsatyaptiki, xalqaro maydonda biz raqobat bardosh bo'lish uchun universitet maqomiga ega bo'lishimiz kerak edi. Bizda juda ham ko'plab bitiruvchilarimiz o'qishni bitirgandan keyin Yevropa davlatlari, xorij davlatlariga borganda muammolarga duch keladi. Sababi akademiyani bitiruvchi, institut bitiruvchisi deganda ish beruvchi ko'rgandan keyin buni kasbiy faoliyati qaysi yo'nalishga to'g'ri keladi deb unda shubha paydo bo'lib, savol paydo bo'lib, uni ishga joylashishi uchun bir nechta qo'shimcha protseduralar o'tardi. Bugungi kunda Univer bo'ldi, ya'ni universitet degandan keyin usulsiz haqiqatdan oliy ma'lumotli tayyorlaydigan oliygoh sifatida qabul qilishi, vizualizatsiya, audializatsiya sirazi qabul qiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bugun universitet Toshkent davlat tibbiyot universitetini bakalavriat yo'nalishi 15 ta ta'lim yo'nalishida bakalavriat yo'nalishida kadr tayyorlaymiz. Hammasi Butunjahon tibbiy ta'lim federatsiyasining standartlaridan xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazamiz. Mana shu xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilgan dastur va shu dastur shu universitetda o'qitilishi talaba uchun katta maydonda yo'l ochib beradi. Yevropaga boradimi, Osiyoga, Afrikaga va hokazo boradimi, universitet xalqaro akkreditatsiya bo'ldi. Uni eng katta muammosi hal bo'ldi. Bitta muammosi bo'ladi, ish beruvchi bizga xat yuboradi. Haqiqatan shu bola universitet bitirganmi deb. Men bir kunda 10 lab, 20 lab hujjatlarga imzo chekaman. Arxiv ma'lumotlarga tayangan holda haqiqatan shu talaba bitirgan degan. Bo'ldi. Shu bilan bu birinchi o'rinda xalqarolashuv bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Univer deganda mana biz oldin akademiya, institut paytimizda qisqacha faqat tibbiyot yo'nalishida kadr tayyorlardik. Bugun biz universitetimizda nafaqat tibbiyot, xalqaroga yaqinlashganligimiz uchun xalqaroda ko'proq life science deydi, ya'ni hayotiy fanlar. Misol uchun mana O'rta Osiyoda hech qaysi universiteti yo'q, biz Surda tarjimonlik fakultetimiz bor. Bu mana televizorda, ommaviy axborot vositalarida ko'ramiz. Ma'lumot berayotganda, demak, bizni ma'lum bir ijtimoiy qatlam aholimizga surda imo ishora bilan tushuntirib berishadi. Ya'ni ular eshitmaydi. Eshitmaydi. Mana shuni gapirayotgan gapingizni surda holatga keltirib uzatish uchun mutaxassis kimdir tayyorlash kerak. Albatta. Shuni universitetda bugun biz yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari biz tibbiyot universitetimizda menejment fakulteti bor hozir bizda. Aynan mana shunga to'xtalib o'tib ketaylik. Ya'ni siz bilan oldingi safar uchrashganimizda ham bu menejment fakulteti bor degandingiz. Buni bitirib chiqqan menejerlarni oddiy menejerlardan nima farqi bo'ladi? Birinchidan tibbiyotni menejmenti o'ta murakkab. Mana shu tibbiyotni menejmentini o'zini xususiyatlarini kiritishimiz kerak. Poliklinikani qanday boshqarish kerak? Statsionarni qanday boshqarish kerak, tez yordamni qanday boshqarish kerak, bu hech qaysi menejment kursida berilmaydi. Mana shu spesifikani o'rgatishimiz kerak. Shuning uchun bugun tibbiy menejmentda o'qiyotgan talabalarimizni kurikulumlarini qayta ko'rib chiqib, ularda shu ko'nikmalarni kiritishimiz kerak va ular amaliyotlarni tibbiyot muassasalarida o'tish kerak, menejment. Mana misol uchun hozir bu yildan shunaqa qildik, talabalarimiz taqsimot qilamiz. U keladi, shifoxonada glavvrach yonida yuradi yoki glavvrach administratsiya ma'muriyatida yuradi, poliklinikada yuradi va hokazo. Borib uni boshqaruvni o'rganadi. Birinchidan tibbiy xodimlarning time menejmenti bor, finance menejmenti bor. Bularning hammasi ilm. Mana shuni bugun
zamonaviy dunyoqarash bo'ladigan bo'lsa, tibbiyot universitetida tayyorlasa, spesifikani bilib o'rgansa, mana umumiy menejer agar mana hurmatli prezidentimiz bizga bo'yin topshiriq beryapti, katta korxonalarni, xususan shifoxonalarni menejerlar boshqarsin. Butun zamonaviy bugun boshqaruvda menejerlar birinchi o'rinda turibdi-da. Lekin menejerlarni olgandan keyin u tibbiyotni bitta korxonaga kelib, bitta shifoxona o'rganguncha vaqt ketadi, uni ichiga kirish kerak. Bular tayyor bo'lib chiqadi. Misol uchun dorini rasxodi, shuncha koykada yotgan bemorlarga 1 oylik dorini ehtiyoji qanaqa, uni sarfi qanaqa, yoki bo'lmasa mana shu kampusda bo'layotgan birlamchi tizim va hokazo. Men bitta misol aytaman, juda qiziq holatga duch kelganmiz. O'tgan yil Fransiya shahriga men tashrifimda 3-4 ta universitet, 3-4 ta shifoxonaga bordik. Juda qiziq bo'ldi. Tez tibbiy yordam tayyorlash tizimi bilan qiziqdim-da. Bizda tez tibbiy yordam deganda, tez tibbiy yordamda bitta tez tibbiy yordam mashinasi, ichida bitta shifokor yoki feldsher keladi, skoriy pomosh. Ularda tez tibbiy yordamni o'sha komplekt, katta komplekti bor, kichik komplekt. Katta komplekt ichida tez tibbiy yordam ichida svarishik bor, tez tibbiy yordam ichida quruvchisi bor, tez tibbiy yordam ichida tez yordam ko'rsatadigan feldsher bor, undan tashqari 2 ta sanitari bor va hokazo. Keyin savol berdik, bu brigada nimaga? Juda ham ko'p mana hayot o'zgargan sayi tashqi muhit, inson omilini, insonga ta'siri kuchayib ketdi-da, ob-havoni, industriyani va hokazo. Yer qimirlashlarda bosib qolgan, mana deydi, savol beryapti. Yer qimirladi, bosib qoldi. Birinchi yordam borish kerak. Doktor buruz hech narsa qila olmaydi. Svarishga borib, svarka qilish kerak, uni ko'tarish kerak, uni qilish kerak, zambilda ekspozitsiya. Mana shunaqa yangi tizimlarni qilganda yoki bo'lmasa Koreyada skoriy pomoshda vrach ishlamaydi, paramediklarni tayyorlaydi. Oladi, 3 yil 4 yilda tayyorlaydi. Tez tibbiy yordam, nafas siqilib qolsa bunaqa yordam berasan, yuragim ham bunaqa qilasan, больницagacha soppa-soqqa olib borsang bo'ldi. Uning uchun 6 yil o'qitish shart emas, davlatga qimmatga tushish shart emas degan yondashuvlar bor. Mana shu yondashuvlarni menejmentini o'rgatishimiz kerak bugun biz yoshlarimizga. Bu qachonki umumiy menejmentni bitirib, bitta modelni o'rganib, unga adaptatsiya qilguncha yana yarim umr o'tadi. Shuning uchun bugun zamonaviy menejment, zamonaviy ta'limga kirib kelganda spesifikasini o'rgatishimiz kerak. Universitet bo'lgandan keyin uni o'zi logosi nimasi bilan xalqaro reytinglarda tan olina boshlaydi. Xalqaro reytinglarda institut, ilmiy tekshirish instituti, akademiya va hokazolarni o'ziga mavqei ega bo'lishi juda qiyin. Men o'zim bilaman, mana oxirgi 5 yil davomida biz o'sha QS reytingiga kirishga harakat qilyapmiz. Akademiya paytimizda ham juda qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Bu akademiya nima, qanaqa degan tushunchalar va hokazo. Universitet bo'lib, universitet bo'lsa, reytingga kirish osonroq. Universitetlar reytingida u QS. Universitetlar reytingi bo'lganligi uchun shunday. Shuning uchun mana asosan eng katta reytinglardan dunyo reytingi QS reytingi. Va yana ham bitta yaxshi tomoni, universitet bo'lganingizdan keyin ilmiy tekshirish mahsulotlaringizni maqola, tez publikatsiyalarini publikatsiya qilishda xalqarolashuvda juda katta ahamiyatga ega. Bitta misol aytaman. Bir vaqtida xalqaro hamkorlar bilan hamkorlik qilib maqola chiqaramiz dedikda, ular keyin yozsak tushunmadi bizni tashkilotimizning nomini. Meditsina Toshkent meditsina instituti desak, institut nima bu institut deb ularga tushuntirishga to'g'ri keldi. Birgalikda maqola chiqarish. Va ilmiy izlanishlarni mana ko'proq xalqaro bazalarda publikatsiya qilgan paytimizda multitsentrovoy исследование deydi. Multitsentrovoy исследование, ya'ni multi markazlashgan tekshiruvlar boriladi. Aytaylik, COVID jarayonida Amerikada ham COVID tekshirdi, Angliyada ham COVID tekshirdi, O'zbekistonda ham, boshqa joyda ham tekshirdi. Mana shu tekshirishlar bir xil kasalliklarda olgan natijalarni qo'shib bitta maqola yozdi, multitsentrovoy tekshirish bo'ldi. Mana shu multitsentrovoy tekshirishlarda ham bevosita ishtirok uchun universitet maqomi juda ham katta maqom. Shuning uchun bugun universitet maqomi paydo bo'lishi vatanimizda prezidentimiz tomonidan nafaqat bizni modernizatsiya qilib jihozlab berdi, balki bizni mavqeyimizni xalqaro reytinglarga kirishga yo'llarni ochib berishdi. Shuning uchun universitet maqomi bu oliy ta'lim muassasasida kadr tayyorlaydigan eng yuqori universal muassasa hisoblanadi. Mana shu. Mana universitet bo'ldik. Stomatologiya universiteti bor edi, alohida edi. Pediatriya universiteti bor edi, Sanpi deyishardi. U ham alohida edi. Endi hammasi
bitta universitetga aylandi. Va bo'lib ham sizni boshqaruvingiz paytida. Bu endi juda katta xo'jalikda. Oldin masalan 3 ga bo'lingan bo'lsa, boshqa qilingan bo'lsa, men o'zim bilaman, masalan, universitet asoschisi sifatida bilamanki, ozgina kichik bir joyni boshqarish ham juda qiyin masalada. Bunchalik kattalashib ketganda sizda boshqarishda nima qiyinchiliklar bo'lyapti-yu? Endi qiyinchiliksiz bo'lmaydi baribir. Men qiynalmadingizmi deyishimni o'zi anaqa xato. Nimada e'tibor berish kerak? Aynan masalan, sizniki to'g'ri davlat tashkiloti, siz davlat tashkilotini rahbarisiz, lekin bo'lib ham birdaniga kattalashgan, birdaniga masshtablashishga to'g'ri kelgan davlat tashkilotida, bu davlat tashkilotida bo'lgan taqdirda ham baribir bu boshqaruv bilan bog'liq narsa-da. Shuning uchun bizni kuzatuvchilarimiz orasida biznesga qiziqadiganlar ham bor, o'z biznesini yuritadiganlar bor. Xususan men masalan bu narsada siz qanaqa qilib chiqib ketyapsiz? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Bilasizmi, boshqaruvda misol uchun boshqaruvda turli xil mexanizmlar bor. Juda ham ko'p. Misol uchun 10 yil oldin, 8 yil oldin boshqacha usullar qo'llaniladi. O'sha har bitta faoliyatni tekshirish, har bitta faoliyatga nima qilish, aralashish yoki bo'lmasa qattiq shartlar qo'yish, Mikromanagement. Bugun boshqaruvda zamonaviy menejment usullaridan, demak, odamlarni birinchisi odamlarni ishlashiga sharoit yaratib berish. Ikkinchisi odamlar ishlashiga to'g'ri motivatsiya berish. Mana shu ikkinchi mexanizm. Uchinchi mexanizm odamlarni shu qiladigan ishidan o'zini zavq olish. Mana shu 3 ta mexanizmi bugun har qanday katta tashkilotni yuritadigan dvigatel hisoblanadi. Birinchi o'rinda odamlarni ishonch bo'lib ish bilan ta'minlab berish, har qanday ishiga kelganda bugun o'zini komfortni his qilish kerak. Qiladigan ishni mazza qilib bajarish kerak. Uning uchun oddiy kompyuter bo'lish kerak, Wi-Fi bo'lish kerak, bajaradigan ishi aniq, qo'lida zamonaviy o'qutuv qurollari bo'lish kerak. Interaktiv doska deymiz, o'sha bazalarga ulangan va hokazo. Bu birinchisi. Ikkinchisi motivatsiya dedik. Motivatsiyani men bitta kuchini aytaman. Biz men shu faoliyatim davomida institut bitirgandan beri shu bitta tashkilotda ishlayapman-da. Men professor bo'lgan paytimda professor edim, ham prorektor edim. 1.800.000 so'm oylik olardim. 12, 13, 14, 15 dollar atrofida edi. Bu qachongi gaplar? Bu bukvalni 8 yil, 9 yil oldin. 8 yil, 9 yil. 1.800.000 1.800.000 so'm oylikka ishlardik. Bugun o'zini ustida ishlasa professor. Men tushuntirib beraman. Maqola yozsa, ishlasa, boshqa qilsa, bugun bazaviy oyligi 12 million so'm, 30 million so'm oylik oladigan professorlarimiz bor. Bu tashqaridan, chetdan keladigan menejmentni bitta ko'rinishi. Bu nima? Bu KPI tizimi. Mana hammaga 12 million oylik to'laymiz. 12 million to'laydigan oyligimiz u biz bilan shartnoma qiladi. Bitta semestrda misol uchun o'qitadi, shu 30 kreditni shu fanni o'qitib beradi. Nechtadir enli kolичествоga. Bo'ldi, yaxshi, zo'r. Shunga 12 million so'm oladi. Lekin u maqola yozadi, qo'shimcha publikatsiya qiladi. Patent oladi, kitob yozadi, monografiya yozadi, o'quvchi tayyorlaydi va hokazo. Shunga KPI tizimi qilingan. Shu KPI tizimida qilinganda har bitta o'qituvchi qilgan har bitta qo'shimcha mahsulotga qo'shimcha maosh oladi. U o'zini qo'shilib ketaveradi. Bu motivatsiya mexanizmi. Demak, birinchi sharoiti bor, ikkinchisi motivatsiyasi bor. Bu moddiy motivatsiya mexanizmi. Moddiy motivatsiya mexanizmi. Undan keyin u ishidan zavq olish kerak. U ishidan zavq olish uchun mana u bitta talabani tayyorladi. Olimpiadaga tayyorladi, xalqaro olimpiadaga tayyorladi. Uni e'tirof. Uni bir-biriga nima ko'rish. Mana shu. Lekin bu insonlarga ta'sir qiluvchi omillar. Lekin boshqaruvdachi, menejmentdachi degan savol. Bugun menejmentda misol uchun mana men ko'p yillar ishlaganman. 1200 ta, 1300 ta bo'lgan talabalar soni. Institutda ishlagan paytimizda yiliga rahbar bo'lganda 1300 ta, 1400 ta talaba o'qigan institutda. Umumiy hisob. Umumiy soni.
Bugun universitetda 30 ming talaba o'qiyapti-da. U 30 ming talabani orqasiga 30 ming tekshiruvchi qo'yib qo'ya olmaysiz yoki 3 mingga yaqin pedagog ishlayapti, 3 mingta pedagog qo'yib qo'ya olmaysiz. Shuning uchun haligi mexanizmlarni qilingandan keyin birinchi o'rinda turadi raqamlashtirish. Raqamlashtirish deganda talabani faoliyati ham, pedagogning faoliyati ham to'liq raqamlashsa, shaffof tizimni raqamlashgan ekranda ko'rib turasiz. Mana bekorga situatsiya markazlar tashkil qilinmadi. Biz hozir universitetda situatsiya markazi tashkil qildik. Mana shu 3 ta kampusdagi barcha o'quv xonalarini onlayn rejimda ulaganmiz. Ertalabdan ochiq turadi u zapis bo'ladi. Kim keldi, kim ketdi. Qolaversa, hozir biz shunaqa tizimga o'tdikki, har bir kafedralarga sekin-sekin Face ID o'rnatyapmiz, 2 ta Face ID. Kelgan ustoz ham birinchi Face IDdan o'tib kiradi kafedraga, talaba ham. Avtomatik ravishda davomat bo'ladi, pedagoglarga avtomatik ravishda elektron tabel yoziladi. Oldingidek kirib, kim bor, kim yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Qog'ozdagi yo'qlamalar qolib ketdi-da, boshqacha mexanizmda kirib ketdi. Va mana biz prezidentimizdan o'rganishimiz kerak. Har doim xalq ichida yuradilar. Biz ham xalq ichida yurishimiz kerak. Shuning uchun men talabalarning ichida, kafedralarda domlalar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman, aylanib yuraman. Shunda biz ular his qilish kerakki, iliq sizni his qilish kerak, rahbarimiz sizga ayta olish kerak. Rahbarimiz yonimizda, bemalol nima qilamiz. U hissiyot. Ikkinchisi, menda misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda aktivman juda ham, o'sha Facebookda, Instagramda, undan tashqari Telegramda deyarli bir 50% talabam bilan men muloqot qilaman. Meni Instagramga ular podpiska bo'lgan. Telegramdan xohlagan talaba xohlagan savolni yozadi, men xohlagan savolga javob beraman. Men o'zim javob beraman. Uni hech qanaqa assistentdan boshqa erinmayman, javob beraman. Shuning uchun bundan tashqari yuzlab talabalarning guruhlariga a'zo bo'lib qo'yganman. Ularning gaplarini ko'raman, boshqa qilaman. Shunga qarab bizda hozir dekanat, zam dekanat degan tushunchalar o'tib, ofis registratori ochganmiz. Ofis registratori to'liq elektronlashtirilgan. Shu orqali muammolarning yechimiga qaratilib ketaveramiz. Bitta misol aytib beraman. Bitta talaba menga yozdi, ustoz, men ijara pulini ola olmadim deb yozdi. Siz bilyapsiz. Men u ijara pulini ola olmadim. U misol uchun 5,5 mingta talaba bugun menda ijara puli oladi, ijarada yashagan uchun. Uni ham hurmatli prezidentimiz qilib bergan. Talaba ijarada yashasa, ijara shartnomasi qilsa, ijara shartnoma qilgan odamga налоговыйdan lьгота berilgan. U jon deb universitet bilan kelib shartnoma talabangizni bering deydi. Ijara shartnomasini bizga ko'rsatsa, biz shartnomani tizimga kiritish bilan unga ijara puli tushadi. Qizi ijara tushmay qoldi dedi. Men uni mas'ullarga sirasi topshirib berdim. U ko'rsa elektron belling tizimiga kiritishda hujjatida kamchilik bo'lgan. Hujjatini kamchiligini to'g'riladi. U hech qayerga kelmasdan o'sha telefonda yozgan narsa uchun 1,5 soat ichida ijara puli tushdi. Mana shu raqamlashtirish shu bitta misolda, bunga o'xshagan misollar minglabda. Mana shu raqamlashtirishni bugun aktiv faol har bitta faoliyatini kiritishimiz odamlarni hayotini yengillashtiradi. Oldin misol uchun o'sha 30 kilometr joydagi Sanpidan kelib registraturada yoki adil kadrga kirib yoki menga kirib qiladigan bo'lsa, hozir telefonda bajarilyapti bu narsalar. Shunchalik darajada nima bo'lib ketdi. Shuning uchun lekin bitta muammo bor bu yerda. Mana shu raqamlashtirish jarayonlarida yoki axborot texnologiya jarayonlarini kiritgan paytda talaba bilan domlaning o'rtasida farq bo'lib qoladi-da. Misol uchun mana bugun yosh birinchi kursga kirgan talabaga savol berish mumkin. Shu 17, 18, 20 yoshga kirgan o'g'il qizlar bugun 60 yoshga kirgan domla bir-birini tanish, bir-birini tushunish mexanizmlari haqida suhbatlashishimiz mumkin. Domla talabani tushunmasligi mumkin. Nimaga? Chunki talaba bugun boshqacha dunyoqarashga ega. Talabaning bitta quroli bor, bu telefon, hamma narsa telefonda. Uni konspekti ham telefonda, darsi ham, eshitishi ham va hokazo. U domla aytadiki, bu talaba o'qimaydi-ku, o'qimayapti-ku. Nima uchun o'qimaydi? Men so'rasam faqat telefondan qarab gapiradi va hokazo. Lekin men boshqacha nuqtai nazardaman. Men aytaman, harakat qilaman talabaning tiliga tushunishiga. U men nimadan foydalanyapti? O'sha Instagramdan yoki bo'lmasa qaysi bazadan foydalanaman? Harakat qilaman shundan foydalanishga, uni tushunishga harakat qilishga. Bugun ya'ni men o'tgan galam aytdimmi yo'qmi sizga? O'tgan yil QS rating nimasi kongressda, xalqaro kongressda men moderator sifatida taklif qilingan edim. O'shanda moderator bo'lgan seksiyamda shunaqa savol qo'yilgan.
nima qilish kerakki, ya'ni young generation and old generation conversation degan savol qo'yilgan. Ya'ni yosh avlod bilan o'rta va katta avlod bir-birini tushunish uchun tushunish muammolari degan savolda. Qanday muammolar bor degani. Katta domla juda ham katta bilimga, hayotiy, kasbiy tajribaga ega, lekin axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha sal kasbiy kompetensiyamiz ushlashimiz kerak. Talaba kasbiy kompetensiyaga, hayotiy tajribaga ega emas, axborot texnologiyalari bo'yicha yaxshi egallagan. Mana shuni bir-biriga tushuntira olgan darajada. Buning uchun mana biza hozir universitetda o'sha xalqaro platformalar bor. Xalqaro platformada mana zamonaviy tizimda Amerikada yoki Yevropada professor o'qituvchi leksiyasiga yoki nima o'tadigan seminariga o'zi mahsulot tayyorlamaydi. U tayyorlanadi, o'qiydi, faqat universitet o'sha bazaga ulangan ulaydi, u shu mavzuga ma'ruza matnini tayyorni oladi. Faqat uni tushuntirib beradi domla. Bu ham zamonaviy usul. Oldin domlalar o'tirib o'zimiz leksiya yozardik, chizardik, boshqa qilsak. Hozir avtorskiy. Shunda bu avtorskiy mavzu bo'ladi. Faqat domlaning vazifasi tushuntirib berish. Domlaning vazifasi o'sha bor narsani tushuntirib berish bo'ladi. Demak, domla ham o'sha mavzuga mavzuni o'ziga tayyorlanmaydi-da. Mavzuni o'ziga tayyorlanadi. Mavzuni o'zini tayyorlanadi. O'sha narsani o'qiydi, faqat uni ichini talabaga tushuntirib beradi. Bo'ldi. Endi bugungi kunda men savolga qoniqdingizmi? Juda. Savolni sal boshqacharoq. Shuni qisqa qilib aytib ketganimizda, demakki, birinchi navbatda masshtablashtirishda sizdagi anaqamiz raqamlashtirish, birinchi navbatda bu sharoitga berish kerak. Keyin motivatsiya, bu moddiy motivatsiya, ma'naviy motivatsiya va raqamlashtirish. Uchta eng asosiy anaqa. Ключевой точka. Endi talabalarimiz va yoshlarning o'rtasida misol uchun bugun paradoks borda. Birinchi paradoks bu axborot texnologiyani juda yaxshi egallagan yoshlar, zo'r biladi. Haqiqatan men buni tan olaman. Misol uchun mana shu o'tirgan qizim ham mendan yaxshi biladi. Hamma o'sha axborot texnologiya instrumentlarini. Men o'sha QS reytingida aytdim. Telefonni ko'taringlar, kimda iPhone bor desam 90% ko'tardi. iPhone necha foiz faoliyatidan foydalanasizlar? 5% desam, hammasi 5% dedi. Talaba 95% foydalanadi. Shu joyda ustunligi bor dedi. Shunga o'xshagan. Lekin paradoks shundan iboratki, talaba shuni yaxshi biladi. Lekin uni mustaqil bilim olish ko'nikmasi yo'q. Shuning uchun bizning talabalarimiz bo'sh qolsa, kerak narsalarni yozishish, kerak narsalarni muhokama qilishadi. Nima uchun degan savol. Chunki u mustaqil o'qish kerakligi ko'nikmasini biz bermaganmiz. Maktabda ham bermaganmiz, kollejda ham bermaganmiz, institutda ham bermaganmiz-da. U aytilgan narsani qilishga o'rgangan, mustaqil qilishga o'rganmagan. Bugun butun dunyo mustaqil qilib samomotivatsiya mexanizmiga o'tib ketgan. Butun dunyoda talabaga nimaga o'qimading degan savol berilmaydi. Hech ham berilmaydi. Biz beramiz. Bizda hozir ta'lim berish konsepsiyaga qaratilganmiz. Talabani o'tkazamizda ta'lim beraveramiz. U xohlaydimi, yo'qmi, olyaptimi, olmayaptimi? Domlaning vazifasi 40 minut unga tushuntirib berish. Qancha bu ta'lim berish konsepsiyasi. Butun dunyo naborot ta'lim olish konsepsiyasiga o'tib ketdi. Butun dunyoda hozir talaba o'zi o'qiydi, keladi, u kelgan payti conversation bo'ladi, bir-biriga suhbat bo'ladi. Shu kitobni o'qib kelinglar. Domla bitta mavzuni tashlaydi, hozirgidek mozgovой shturm tashlaydi. Misol uchun mana kasallik kelib chiqishiga nima sabab? Nima deb o'ylaysizlar desa, u o'zini fikrini aytadi, bu o'zini fikrini aytadi, keyin domla umumlashtirib, bular bilmagan joyini qo'shib, ko'paytirib qo'yib, demak, mana bunaqa ekan deb bo'ladi. Uning uchun talabalar mustaqil ta'limni bir xil o'rganda bo'ladi-da. Bizda misol uchun shu ko'nikmani bolalarga o'rgatmaganmiz. Bu bolalarning aybi emas, balki bizning o'zimizning hozirgi aybimizdir. Shuning uchun bizning talabalarimiz misol uchun bo'sh bo'lsa, tezda bibliotekaga kirib kitob o'qish o'rniga bir o'rtog'i bilan mazza suhbat o'tirishi ustunroq ko'radi. Bu ham sekin-sekin keladi, bu ham sekin-sekin samomotivatsiya va o'zini ustida ishlash ko'nikmalariga o'tadi. Lekin domla tomonidan nima bo'lish kerak? Domla tomonidan talabaga to'g'ri vazifa berish kerak-da. Talabaga misol uchun uyga vazifa berganda
mana shu ma'lumotni o'qiysizlar, mana shu saytga kirsanglar, mana shu joyda bor shu informatsiya. Bibliotekada linklari hammasi. aniq aytish kerakda. Va ertaga bo'ladigan suhbatimiz shu mavzuda desa, u borib qiladi. Talabaga borib bibliotekada shug'ullansa, nimani o'qishini bilmaydi u. Informatsiya ko'pda juda ham. Shuning uchun bugun biz dunyo qarashlarimizni to'liq o'zimizni transformatsiya qilishimiz kerak. Bugun mana O'zbekistonda shunaqa universitetlar paydo bo'ldi, hammasi zo'r, yaxshi. Bugun частный universitetlarning paydo bo'lishi raqobat keltirib chiqardi. Davlat universitetlari ham harakat qildi-da. Ha, harakatga tushib ketdi. Tushib ketdi. Shu nuqtai nazardan endi moddiy texnik bazamiz yaxshi bo'ldi. Endi biz hozir ta'limimizni, ilmimizni eng asosiy o'zimizni transformatsiya qilishimiz kerak. Yangi tizimga transformatsiya deganda birinchi o'rinda mustaqil ta'lim. Ikkinchi o'rinda o'sha mustaqil ta'lim olishni, ta'lim berishdan ko'ra ta'lim olish konsepsiyaga o'tish kerak. Talaba ta'lim olish uchun kelish kerak, xohlab kelish kerak. Talaba endi olmaslik uchun keladi bugun. Talaba xohlab kelish kerak. Tushunarli. Biz mana chet elda mexanizmlari bor. Men ham juda ham ko'p davlatlarda o'qishlarda o'qiganman. Chet elda siz nima uchun kelding, nima uchun o'qimading degan savol yo'q, просто yo'q, so'ramaydi sizdan. Nima uchun o'qimading so'ramaydi domla. Domla общий gaplashadi, gaplashganda ham hamma qatori gaplashadi, bo'ldi. Siz o'sha yerda testlarni yoki zadachkalarni bajarib ketasiz, shunga qarab baho olasiz. Sen yomon baho olsan deb ham tushuntirib o'tirmaydi. Siz nimadir tushunmasangiz, mana bu joyga qo'yganing uchun shunaqa baho olgansan deydi. Shu unga vaqt ketkizib o'tirmaydi. Sizni ID nimangizga yuborib qo'yadi, bo'ldi shu bilan. U o'zingiz ko'rib, xulosa qilib olaverasiz. O'qishdan haydalish ham shu ahvol. Bahoyingizga qarab, boshqangizga qarab, semestr yakuniga qarab, kursdan kursga tushib ketadi. You failed deydi, keladi. Nima uchun failed bo'lganingizni borsangiz tushunasiz. Bo'lmasa, bo'ldi, failed. Hech kim gaplashib ham o'tirmaydi. Bunga ham kelamiz baribir. Shuning uchun biz bugun transformatsiya qilish uchun o'zimizda kuch topib, shu narsalarni yangi chiqayotgan texnologiyani tezroq o'zlashtirishimiz kerak-da. Ustoz, sizga juda ham katta rahmat. Men o'zim rostdan ham katta motivatsiya oldim. Bundan tashqari, men o'ylaymanki, barcha obunachilarimizga ham motivatsiya bo'ladi. Oxirgi bitta bizda shunaqa endi o'ziga xos обычай, odat bor deymiz. Bu kommentariy ostida juda ko'pchilik sizni talabalaringiz bo'lishi mumkin, bizni talabalarimiz umuman shifokorlikka qiziqadigan, balki umuman shifokorlikka qiziqmaydigan, lekin shunchaki bizni fuqarolarimiz bo'lishi mumkin-da. Sizga savollar berishadi, ya'ni biz uni sizga yuborib turamiz va o'zingiz tanlagan holatda kommentariyada yaxshi anaqaga o'zingiz dildan, masalan, yaxshi ko'rgan kitobingizni sovg'a qila olasizmi? Biz shuni yo'lga qo'yayotgandikda, ya'ni siz qaysi kitobni sovg'a qilishni nima qilsangiz, baribir kitob bir mutolaada va sizni o'sha dastxatingiz bilan biz o'sha odamga yetkazamiz degan. Bu meni o'zimda bor. Men o'zim vaqti bilan o'sha Instagram sahifamda konkurslar e'lon qilib turaman, talabalarga savollar berib turaman. Kitob, misol uchun, talabaga beradigan kitoblar bor, badiiy kitob bor, adabiy kitoblar bor, lekin men talabalarga, o'sha g'olib bo'lgan talabalarga misol uchun 3 tami, 4 tami o'zi xohlagancha operatsiyalarimda kelib ishtirok etishga ruxsat beraman. Juda katta narsa bo'ldi-ku. Demak, hurmatli obunachilar, kommentariyada albatta o'z savollaringizni yozib qoldiring ustozimizga va agar sizni savolingiz g'olib bo'ladigan bo'lsa, bemalol Shuhrat Abdujalilовich bilan 3 ta yoki 4 ta operatsiyalarda birgalikda qatnashish huquqini qo'lga kiritasiz va bu sizga juda katta tajriba, motivatsiya va o'zingizga hayot yo'lingizda yana bir ustoz topasiz degan umiddaman. Juda ham katta rahmat Shuhrat aka, chunki biz juda ham xursand bo'ldik va yana siz bilan mana shunaqa diydor ko'rish nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat. Men oxirida bitta tilagim bor talabalarga, u meni shiorim. Mana shu universitetni o'zim talabalik davrimdan bitirganimdan hozirgacha bu shiorni ushlab yuraman. Har doim talabalarga aytaman. Odam ertalab turganda birinchi tishini yuvib, yuzini yuvib, nonushta qilgisi keladi-ku. Har bir talaba uyg'onganda kitob o'qishga ochlik bilan uyg'onishini men xohlayman har kuni. Shunday turganda tezroq kitob o'qish hissiyoti bilan uyg'onishni xohlayman. Bu hamma talabalarga, butun dunyodagi olimlarga, odamlarning hammasiga. Ertalab turganda men nimadir o'qigim keladi-da.
har bitta talaba shunaqa bo'lishini xohlayman. Shunda rivojlanish bo'ladi. Eng katta talaba uchun instrument.